SAT sertifikati faqat abituriyentlar uchun kerakmi? SAT bir yilda 8 marta topshirish imkoniyati bor. To'lov $111. Milliy sertifikat talabgorlari. Hali ko'rasizlar, shunaqa bo'lib chiqadi, aniq. Prezident qarori qanaqa yo'nalishda ishlash haqida biz muhokamani boshladik. Prezident maktablari nimaga bezimtihon kirdi? Behzod akani variantlari bo'yicha shunaqa. Prinsipi nimachada qoplaydi? Milliy sertifikat sinib ketadi. Umumiy ta'limdagi qatlamni ham rivojlantirish. Call center deymiz-ku, administratorlar xatosi bilan, chunki SAT ga 5-sinf bolani umrimda o'qitmagan. Men buni ham ya'ni gruppa qolib ketdi. Oysa o'tibdi oldi. Diplomatiyaga shu yil 20 ga yaqin o'quvchimiz kirgan. Bir ball olib chiqmaysanmi? Sen dedi, qancha pul bo'lsa ham o'zim kirgizam. Assalomu alaykum. SAT Club podkastini birinchi soniga xush kelibsiz. Bugungi podkastimizning asosiy mavzusi SAT va milliy sertifikat tizimi haqida. Atroflicha hamma ma'lumotlarni muhokama qilib chiqamiz. Bugun bu podkastimizga mehmon sifatida birinchi mehmonimiz mendan chap tarafda o'tiribdilar, Islomxon Saidov. Hop, Islomxon Saidov SAT ekspertlari, bu sohada 10 yildan ortiq ish tajribasiga ega. Mendan o'ng tarafda Behzod Narzullayev, milliy sertifikat sohasida 5 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan mutaxassis. Hop, yana ham yaxshiroq tanishib olish uchun Islomxon Saidov, sizga murojaat etamiz. O'zingiz haqingizda atroflicha gapirib bersiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bobur, rahmat, xursand bo'ldim. Ya'ni birinchi podkastda olinishida aktual bo'lgan mavzulardan bittasi, ya'ni SAT hamda milliy sertifikat, ya'ni avvalgi tilda aytganda DTM bo'yicha to'liqroq auditoriyaga yanada yaxshiroq ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Xo'p, o'zim haqimda qisqacha gapiradigan bo'lsam, o'qitish sohasida taxminan 9-10 yil bo'lib qoldi tajriba. Undan aynan 5-6 yili SAT sohasida yuribman. Ya'ni 2019-20 yillarga boshlab taqaladi. O'sha paytlarda auditoriya kamroq edi, ya'ni SAT bo'yicha tayyorlanadigan, u haqida ma'lumot biladigan, umuman o'qitadiganlar ham kam edi. O'shandan boshlab SAT sohasida yuribman. Qisqacha o'zimning haqimda aytadigan bo'lsam, birinchi akademik litsey bu Samarqand davlat universiteti qoshidagi akademik litsey, birinchi sonli akademik litseyda bo'lgan. Undan keyin bakalavrim Toshkent shahridagi Turin Politexnik universiteti hamda magistratura Toshkent shahridagi Westminster xalqaro universitetida. Yo'nalishlarimga keladigan bo'lsak, aynan o'sha Westminsterda Teaching and Learning, o'qituvchilik, pedagogika bo'yicha magistraturada tahsil olyapman. Xo'p, ish faoliyatimga keladigan bo'lsak, shu 9-10 yillik deganim asosan ish joyim o'quv markazlarida bo'lgan shu paytgacha. Oxirgi 3 yillikda xususiy maktab hamda davlat maktablari, aynan o'sha prezident maktabida ish faoliyatimni olib boryapman. Bundan asosiy qismi 2,5 yili Cambridge xalqaro maktabida bo'lgan. Ya'ni hozirgi yangicha nomi Millat umidi maktabi hisoblanadi. Unda 2,5 yillik SAT matematikadan o'qituvchi bo'lib turib ishlaganman va oxirgi 1 yildan oshiq muddatda Toshkent shahridagi prezident maktabida matematika o'qituvchisi bo'lib ishlayapman. Ana endi o'zimda shaxsiy natijalarimni, sertifikatlarimga keladigan bo'lsak, endi SAT o'qituvchi bo'lganim uchun birinchi o'rinda SAT sertifikati, matematika qismidan maksimal ball 800 dan 800 ball olganman. Umumiy hisobda 3 marta topshirganman. 2020-yil birinchi topshirishimda 790 ball olganman va 2024-yilda 800 ball olganman SAT dan. Undan tashqari xalqaro sertifikatlardan xalqaro International Baccalaureate, ya'ni IB sertifikatiga egaman hamda Cambridge sertifikatlari imенно o'qitish bo'yicha, ya'ni dars berish jarayoni, o'sha haqidagi treninglarga bag'ishlangan sertifikatlar bor. TOEFL bor, yana qo'shimcha shu teaching haqidagi sertifikatlarga ham egaman. Islomxon aka, rahmat o'zingiz haqingizda batafsil ma'lumot berib o'tganingiz uchun. Endi ikkinchi mehmonimiz Behzod aka Narzullayev, haqingizda ham batafsil ma'lumotlar eshitsak xursand bo'lardik. Assalomu alaykum. Shuncha hurmat qilib chaqirganlaringizga podkastga xursand bo'ldik. Men Behzod Narzullayev, o'sha 5 yildan beri milliy sertifikat bo'yicha bolalarni o'qishga tayyorlab kelaman. O'sha biz boshida o'zi Moliya institutiga kirganmiz. Moliya institutini 3 kurs o'qiganmiz. Undan keyin xabarlar birlashtirib ketilgan. Narxozni o'sha bitirganmiz. Shu milliy sertifikat bo'yicha biza o'sha 4 martami 5 marta topshirgan bo'lsam, hammasida o'sha appelis chiqqan. Natijalar keladigan bo'lsak, bolalar shunga asosan tayyorlaymiz-da. Juda ham yaxshi. Unaqada podkastimizning asosiy mavzusi bo'lgan SAT va milliy sertifikat bo'yicha tegishli savollarni berib o'tishni boshlayman. Hop, Islomxon aka, keling siz bilan boshlaymiz. SAT sertifikati o'zi nima? Xo'p, eng juda ko'p aktualniy sohalardan bittasi, ya'ni bizga
o'quvchilar ham, ota-ona ham ko'p so'raveradi. Ya'ni nimaga kerak, qachon topshiriladi, nech pul, to'liq informatsiya beradigan bo'lsak agar, SAT sertifikati qisqacha tilda aytganda o'zimizda milliy sertifikatga teng keladi. Yoki eskicha tilda aytganda DTM sertifikatiga. Ya'ni o'zimizda DTM nimaga kerakdi yoki milliy sertifikat hozirgi kunda maktab o'quvchilari yoki abituriyentlar bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi davlat universitetlariga bakalavr yo'nalishiga kirish uchun kerak bo'ladigan sertifikat hisoblanadi. SAT ham xuddi shunaqa, faqat farqi xalqaro darajada va yaqinda yangilik bo'yicha chiqyapti bu bo'yicha. O'zimizda davlat universitetlariga ham SAT orqali qabul qilish bu haqida keyinroq suhbatimiz davomida to'xtalib o'tamiz. Hozircha bilishimiz kerak bo'lgani SAT bu o'zimizda milliy sertifikat yoki DTM ga tenglashtirsak bo'ladi. Shuningdek, xalqaro oliy ta'lim yurtlariga ham harakat qilsa bo'ladigan sertifikat. Xuddi shunday. Juda ham yaxshi. Endigi savolimiz milliy sertifikat bo'yicha bo'ladi. Beyoz aka, milliy sertifikat o'zi nima? Milliy sertifikat o'sha bu bolani o'zi asosan milliy sertifikat nima uchun kerak? O'sha o'zi bolani o'sha o'qishga kirish uchun kerakda. Endi unda har xil darajalari bor. Misol uchun C++, B++, B++, A++ bor. Endi bunda har xil toifa kiritiladi. Misol uchun C daraja oladigan bo'lsa o'quvchi, unga 22 ta, agar C+ oladigan bo'lsa 24 ta, B 26 ta, B+28 dan 30 gacha ketadi. A eng yuqorisi hisoblanadi. Endi o'shanga tayyorgarlik ko'riladi. Milliy sertifikat o'zi asosan 3 yil o'tadi. 3 yiliga. Faqat o'sha o'zimizda davlat universitetlariga o'tadi milliy sertifikat. Demak, milliy sertifikatda amal qilish muddati bor. Amal Har 3 qilish yilda muddati. uni yangilab turish Ha, kerak bo'ladi. o'sha nima aniq fanlar bo'yicha matematika, fizika, kimyo, biologiya shunaqa fanlar bo'yicha 3 yilga o'tadi. Aha. Rahmat javobingiz uchun. Endi SAT ga yana bir marta to'xtalamiz. SAT sertifikati faqat abituriyentlar uchun kerakmi yoki SAT sertifikatini talabgorlari o'zi kimlar? Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. SAT sertifikatini o'zi umuman Amerika Qo'shma Shtatlarini sertifikati deb qaraydigan bo'lsak, bu butun dunyo bo'yicha oliy ta'limda bakalavr yo'nalishiga topshiradigan abituriyentlarga kerak bo'ladigan test hisoblanadi. Ya'ni bu alternativi o'zini kirish imtihoni o'rniga SAT sertifikati orqali kirsa bo'ladi. Ana endi O'zbekistonga qaraydigan bo'lsak, oxirgi 2-3 yil ichida shu paytgacha O'zbekistondagi xalqaro universitetlardan 7 ta taxminan 8 tasi SAT sertifikatini qabul qilardi. Ya'ni kirish imtihoni o'rniga SAT imtihoni orqali, matematika qismi yoki ingliz tili qismi orqali siz imtihonsiz kirishingiz mumkin kontraktga. Oxirgi 2 yil ichida davlat maktablarida ishlaydigan matematika fan o'qituvchilariga oyligiga 50% ustama, ya'ni qo'shimcha oylik berilyapti. Qachonki faqat SAT ning matematika qismi maksimal 800 ball bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 700 yoki undan yuqori ball olgan o'qituvchilarga. Va buni amal qilish muddati ham 3 yil. Ya'ni SAT ning English qismini topshirishlari shart emas. Faqat SAT ning matematikasi doirasida 800 dan 800 ball oladigan bo'lsa, umumiy oylik maoshiga 50% yana ustama qo'shiladi. Ya'ni o'qituvchiga ustama uchun bo'ladigan bo'lsa, albatta 1600 balldan 800 balli, ya'ni matematika qismidan 800 emas, eng kamida 700 yoki undan yuqori olsa bo'ladi. 700 dan yuqori Ya'ni olsa bo'ladi. 700 olganga ham 750 ball olganga ham bir xil 50% ustama o'zini oyligidan kelib chiqib 3 yil muddatga beriladi. Keyin men bitta savolim bor. Misol uchun kimyo biologiyadan dars beradigan o'qituvchi ham SAT olsa, unga ham 50% mi? Yo'q, faqatgina matematika yo'nalishi. Ha, faqat matematika. Hattoki informatika ham kirmaydi. Bir-biriga yaqin bo'lgani faqat matematika yo'nalishi va davlat maktablari bo'lishi kerak. Ana endi xuddi shu savol milliy sertifikat talabgorlari, kandidatlari deydigan bo'lsak, faqat abituriyentlarmi, o'qishga kirish maqsad qilganlargami yoki o'qituvchilar uchun ham kerakmi bu sertifikat? Milliy sertifikat o'zi men bu nima IELTSdan, SATdan o'zi kopiya qilinganda, o'zi bunday o'ylab qaraydigan bo'lsak, o'sha universitetga kirayotganda o'sha full ishlab chiqish qiyinda savollarini, misol uchun 5 ta fan bo'ladi hozir. 5 ta fanga e'tibor qaratib nima chalg'ib ketadi-da. O'shaning uchun az milliy sertifikat chiqqani bu yaxshi. Buni nimalar mijozlari o'sha asosan abituriyent, keyin SAT ga o'xshab 50% emasda bizda 20% beradi. B+ natija olsa, o'qituvchilarga B+ beradi. O'shaning uchun uni nimalari kamroq ozgina. Talabgorlar kamroq. O'qituvchilarga nisbatan kamroq, o'qituvchilari kamroq, lekin o'quvchilar asosan hozir juda trend, hozir milliy sertifikatsiz o'qishga kirish umuman iloji yo'q.
Demak, shunday xulosa qilsak bo'ladi. O'qituvchilar uchun milliy sertifikatdan ko'ra SAT sertifikatini Da, olish da. ko'proq manfaatliroq bo'lar ekan. Foydalari ham pul jihatdan 50% da, bizada 20%. Bugungi kunda milliy sertifikat topshirish narxi nechi pul? 556.200 so'm. Shu o'rinda SAT sertifikatini narxi qanaqa? SAT sertifikati sal qimmatroq, $111. Ha. Bu o'zimizda hozir 20 dan oshdi adashmasam, test sentrlari O'zbekiston bo'yicha yiliga 8 marta topshirsangiz bo'ladi. Tushunarli. Yana bitta xulosa qilamiz siz bergan argument bo'yicha. Demak, milliy sertifikat asosan abituriyentlarni birdaniga parallelni ko'p fanlarga tayyorlanish davomida bitta blogini maksimal ball bilan yopib turib, boshqa fanga fokus qaratish uchun demak foydali bo'ladi. Ha, shunday. Menimcha bunaqa imkoniyat SAT sertifikatida ham bor. Yo'q, SATda o'zi ikkitagina fan. Bundan 2016-yildan oldin shu paytgacha subject test bo'lardi. Ya'ni SAT imtihoni ham ikkita turga bo'lingandi. O'sha general SAT va biz hozirgi bilgan SATimiz va subject bo'yicha har bitta fan bo'yicha 30 dan oshiq fanlarda ro'yxati bor edi. Ya'ni milliy sertifikatga o'xshab bitta fanda tanlaysiz, yo ikkita fan yoki 3 ta fanni tanlab, o'zingiz pul to'lab har bittasiga alohida bir vaqtda topshirsangiz bo'lardi. Va universitetga topshirishingizda subject testlardan aytaylik matematika ham bor, fizikadan topshirganman yoki 5-6 ta fanlar ko'rsatishingiz mumkin edi. 2016-yildan boshlab umuman butun dunyo bo'yicha subject test atmen qilindi, ya'ni bekor qilindi. Uni o'rniga faqatgina o'sha hozirgi kunda biz bilgan General SAT qoldi. Ya'ni har qanday yo'nalishdagi topshiradigan studentlar ham bittagina o'sha matematika hamda ingliz tilini bir vaqtda topshirishga majbur. Xo'p, Islom aka, xabaringiz bor. 2025-yil 13-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qaror imzolandi. 578-sonli. Shu qarorga ham bir to'xtalib o'tsak. Xo'p, qarorni biz eshitdik, u narsani o'qib chiqdim. Shaxsan o'zim ham bu narsa haqida o'tgan yili prezidentimizni og'zaki nutqida aytib o'tgandi yoshlar bilan uchrashuvda. Ya'ni endilikda SAT ballidan ham eng yuqori balldan eng kamida 75% yoki undan yuqori ball olganlarda qo'shimcha grant asosida davlat universitetlariga qabul qilinadi dedi va bu qaror chiqishini biz 1 yil kutdik. 1 yildan keyin chiqdi sentyabr oyida. Qarorda xuddi o'sha matn turibdi. Ya'ni eng kamida 1200 yoki undan yuqori ball olganlarga SAT fanlari bor yo'nalishlarga qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilinadi degan. Lekin bu joyda tabiiy savol tug'iladi. Ya'ni o'zimiz endi matematika ikkalamiz ham bo'lgani uchun birinchi o'rinda sirasi hisob kitob ko'rdik. Ya'ni 1200 ball olish bu qiyin emas o'quvchi uchun. Ya'ni 1 yil, 6 oy yoki 2 yil tayyorlangan student 1600 balldan 1200 dan ko'p oladi. Aksariyat shaxsan men o'quvchilar emas, boshqa o'qituvchilarda ham oladi. Sal qarorda noaniqlik joyini, ya'ni izoh talab qiladigan joylari bor. Aytaylik, biz 1200 dan ziyod topshirgan studentlar matematika va ingliz tilidan tayyorlanadi. 1200 dan ziyod oldi. Taxminan O'zbekiston bo'yicha 10 mingta deylik. Yoki bu 10 mingta sonni qayerdan oldim? O'zbekiston bo'yicha abituriyentlar soni o'tgan yil adashmasam 600 ming atrofida bo'ldi. O'zbekiston bo'yicha, ya'ni davlat universitetiga topshiruvchilar soni 600 ming desak, taxminan o'shani 3 dan biri iqtisod yo'nalishida, ya'ni matematika hamda ingliz tili yoki fizik yo'nalishi bo'lishi mumkin deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bir 200 ming atrofida iqtisod yo'nalishiga topshiruvchilar bor. Undan ham endi tayyorlanganlarni 50% deydigan bo'lsak, 100 mingta o'quvchi tayyorlangan. Uning ichidan ham matematika yaxshiroq, ingliz tili yaxshiroq deganimizda 100 mingta talabani ichidan, abituriyentlar ichidan eng kamida 10 mingta chiqadi. 1200 yoki undan yuqori ola oladigan topshirsa, endi tabiiy savol tug'iladi. Mana o'zim ham universitetda o'qiganman va misol uchun davlat universitetlari, xalqaro universitet hisobga olmaganimizda iqtisod yo'nalishida eng yaxshi universitet deb bilaman diplomatiya. Yoki o'zimiz bilgan o'sha Toshkent iqtisodiyot universiteti, Narxoz. Yoki Milliy universitet iqtisod yo'nalishi, TATU iqtisod yo'nalishi. Men albatta abituriyent bo'lganimda, o'quvchining o'rnida bo'lganda o'shalardan birortasida o'qishga harakat qilardim. Endi aytaylik, diplomatiya universitetida iqtisod yo'nalishiga taxminan 500 ta bola oladi. Ya'ni universitetning qobiliyati shuncha. Bino, o'qituvchilar, resurs bazasi taxminan 500 ta yillik kvota oladi. Endi bu qaror yangilanib, qo'shimcha kvota ochildi ham deylik. Ochilganda ham 10 mingta ochilmaydi-da.
Ya'ni bu qarorga menimcha qo'shma qaror chiqadi, ya'ni izoh shaklda. Uni ham variantlarini o'zim aytaman. Hani o'zimni taxminlarim qanaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, 1200 ball bu sizga chegara bo'lishi kerak emas. Ya'ni 1200 ball oldim, narxozga kirdim grantga yoki diplomatiyaga kirdim. Yo'q, unaqa deyish kerak. Unaqa tushuncha bo'lishi kerak emas. Yo'q, unaqa tushuncha bo'lishi kerak emas. Chunki mana oddiy hisob kitobdan ko'radigan bo'lsangiz, 1200 dan ziyod oladigan studentlar eng kamida 10 mingta bor. Hozirgi sharoitda, ya'ni bu SAT hali IELTSchalik, boshqa fanlar milliy sertifikatchalik ommalashmadi. Ya'ni u haqida tushuncha bo'lishi mumkin odamlarda, lekin haqiqiy ishtiyoq bilan tayyorlanish boshlangani yo'q. Bu narsa o'zi reklama boshlab, to'liq odamlarda informatsiya bo'lish boshlagandan keyin aytgan 10 mingta studentlar bundan ham 2 karra, 3 karra ko'payib ketadi. Talabgorlar soni oshdi. Talabgorlar soni oshadi, tabiiy hol. Ya'ni bundan keyin o'sha 1200 dan 10 mingta olgan odam aytaylik diplomatiyaga topshirsa, universitet u narsani ilojisi yo'q. Unaqa kod yaratib bera olmaydi. Iloji yo'q narsa. Lekin qarorda to'liq unaqa emas. Qarorda men o'zim tanishib chiqqanman. Ya'ni qo'shimcha grant degani bu 5% harbiylar fasantiga beriladigan kvotani bilasizmi? 5%. Misol uchun bu yerda qanday bo'ladi? Harbiy yaxshi xizmat qilsa, harbiylarni o'sha farzandiga ligota beradi. O'sha kvota beradi, 5% bo'ladi. U 68 balldan oshsa bo'ldi. Hammasi grant qilinadi. Avtomatik grant qiladi. Lekin u tartibi qanday? Misol uchun harbiylarda o'sha har bitta sohasi uchun alohida grant ajratiladi. Misol uchun o'sha IVV xodimlari uchun, misol uchun bolalari uchun 500 ta grant. U qanday tartib qilinadi? DTMga kirib chiqadi. DTMga kirib chiqqanda o'sha tartib tuziladi. O'shanda dastlabki 500 tasini oladi. Qo'shimcha grant degani ham mana misol uchun SATdan 1200 ball olgan 20 mingta bo'lmaydimi, 30 mingta bo'lmaydi, ular yana DTMga kiradi. DTMga kirgandan keyin o'sha ular alohida misol uchun kvota ajratdilar. O'sha misol uchun grant 200 ta qildilar. Dastlabki 200 tasi bo'yicha sarlanib olinadi. Misol uchun ular 5 mingta, necha ming O'zbekistonda bir 30 mingta, 40 mingta bo'lsa ham ular hammasini qabul qilmaydi. O'sha talabgorlarni DTMga kirib chiqqandan keyin o'sha dastlabki 200 tasini, 300 tasini qabul qilib oladi. U DTMga SATga 1200 oldim, bo'ldi, DTM tayyorlanmayman degan gap emas. Yana DTMga ham tayyorgarlik ko'rish kerak. Xo'p, o'sha ball bo'yicha. Tushundim. Bekzodga bitta qarshi fikr bildirmoqchiman endi debat ko'rinishida. Sizni gaplaringizdan, fikrlaringizdan xulosa qiladigan bo'lsak, ya'ni o'sha mayli bu qaror yo'q deylik, qaror chiqdimi, ham DTMda bu qo'shimcha grant degan narsa faqat SAT uchun emasdi. 3 ta sertifikat bor edi. SAT bor edi, Cambridge bor edi, A-level sertifikatlari hamda IB bor edi. Endi menda tabiiy savol tug'iladi. Argument sifatida beryapman bu narsani. SATdan 1200 dan baland oldim, lekin baribir DTM topshirishim shart. Tushunay? Xo'p, endi sizga savol, shu paytgacha o'sha diplomatiya, narxozga DTM topshirmasdan kirgan talabalar bormi, yo'qmi? Ya'ni nima demoqchiman? Bilamiz, xalqaro olimpiadalar bo'lishi mumkin, ularga bezimtihon. Ya'ni bitta bo'lar, ja borsa 10 ta bo'lar. Undan tashqari demoqchi bo'lganim, SAT sertifikati hozir bizni talqin qilgandek ligotani beradigan boshqa sertifikatlar bormidi shu paytgacha yoki yo'qmidi? Yo'q edi. Bu fikrga men qo'shilmayman. Nimaga? Bunga argument ham berib ketaman. Sababi qo'shimcha sertifikatlar va yana dopusк beradigan yo'llar bor. Misol uchun IB sertifikati. O'sha haqida hozir to'xtalib o'tmoqchiman. Endi tomoshabinlarga ham to'liqroq ma'lumot bo'lsin deb. SAT sertifikati to'g'ri. Bu yildan boshlab, endi 2025-2026-yildan boshlab shunaqa bermoqchi, lekin u haqida to'liq izoh berilmagan hozircha. Ya'ni qaysi tartibda beriladi? Bekzod aytgandek, balki DTMga hammani majburlab tiqib yuborib, SAT'si bo'yicha ketma-ketlikda chizib chiqar. Misol uchun, DTMga kirib chiqdi. DTMga kirib nechadir baldan yuqori olganlarning ichidan SAT'si eng balandlardan 100 tasini, 50 tasini tanlab oldi. Bo'lishi mumkin, lekin bu haqida hali informatsiya yo'q. Endi boyagi fikrimni yakunlab qo'ymoqchi bo'lsam, shu kungacha ham o'sha biz bilgan narxoz, diplomatiya bo'lishi mumkin, SAT sertifikatsiz, bez imtihon, ya'ni DTMsiz kirganlar bor. Qanaqa edi yo'li? Prezident maktabi bitiruvchilar. Endi sizga tabiiy savol tug'iladi. Prezident maktablari nimaga bez imtihon kirdi? Hech qanaqa DTMsiz. Nima sabab deb o'ylaysiz?
prezident maktablari eshitdim man. Sababi nima? Bor edi. U o'sha o'quvchi o'zi 20 talik bo'ladi. O'sha mana misol uchun 4-sinfda topshiradi-ku, to'g'rimi? U yerdagi o'zi 20 ta o'quvchi ancha-muncha tayyor bo'ladi-da. 24 ta, aha. 24 tami? 24 shunaqa. U ancha-muncha tayyor bo'ladi-da, bilimi ancha yuqori bo'ladi. U tayyorlansa ham u bilimi DTMdan 189 ball olgan odam bilan bir xil bo'lsa kerak, menimcha. Yo'q, ana bilimi yuqori bo'ladi-da o'quvchilarda. U fikringiz to'g'ri 100%. Chunki men o'zim 1,5 yil ishlab ko'ryapman. U yoqdagi bolalar boshqa maktablardan yuqori. Shunday. Umumiy saviyasi. Lekin bir narsani bilishimiz kerakki, bundan oldin 2,5 yil Kembridjda ishlagan bo'lsam, Kembridjda o'sha bizda tugatgan bolalar, biz ishlagan paytimdagi tugatgan bolalar prezident maktabini o'quvchilaridan yuqori natija ko'rsatgan. Mana misol uchun eng oxirgi yangilik 17 yoshlar adashmasam 17 yoki 16 yoshlar qiz 9 oldi. Bitta o'quv markazida. Oddiy maktab o'quvchisi. Ya'ni prezident maktabini tugatdi degani hamma universitetga bez imtihon kiradi degani emas. Qachonki A-level sertifikatini olsa. Prezident maktabida o'qib, Ha. u A-level sertifikat olinishi kerak. Sertifikati olsagina bez imtihon kiradi. Bu qarorda ham xuddi shunday bo'lgan. SAT biz hammamiz bilganimiz uchun hamma SAT 1200 urg'u beryapti. Aslida SAT ga parallel ravishda SAT sertifikati, A-level sertifikati hamda IB sertifikati bor. Endi IB haqida ko'pchilikda tushuncha yo'q. O'zbekistondagi davlat maktablari ichida birinchi IB sertifikatini olib, akkreditatsiyadan o'tish jarayonida, hali o'quv jarayoni endi boshlandi va uni 3 yildan keyin berish boshlanadi. Chunki birinchi bitiruvchilar. Bu Albironiy xalqaro Albironiy maktabi. Ungacha ham xususiy maktablarda bor edi. Ya'ni IB sertifikati. O'shalarni bitiruvchisiga ham u xususiy maktabda o'qigani uchun emas, o'sha IB dan yetarlicha ball olgani uchun davlat universitetiga DTMsiz kiradi. Ularga hech qanaqa imtihon topshirilmaydi. Prezident maktabini 24 ta bolasi ham nechta topshirishdan qat'iy nazar, prezident maktablarining ichida kvota yo'q. Aytaylik, 24 ta Toshkent prezident maktabidan bola bitirsa, 24 tasi diplomatiga topshirsa, hammasi imtihonsiz va 4 yillik o'sha o'qish muddati bo'yicha grantga kiradi. Bu avvaldan bor edi. Bu narsaga qo'shimcha qilib qolgan SAT hamda IB ni ham qo'shdi. Yana bitta plus tarafi bo'ladi. SAT sertifikatini nimaga qo'shishdi? SAT sertifikatini siz oddiy maktabda o'qib turib yoki xususiy maktabda o'qib turib, farqi yo'q, davlat maktabimi, ixtisoslashgan maktabmi o'qib turib siz olsangiz bo'ladi. IB da unaqa ola olmaysiz. IB da siz maktabda o'qishingiz kerak. O'sha aynan IB akkreditatsiyadan o'tgan maktabda o'qib, uni studenti bo'lib topshira olasiz. Ya'ni bu faqat IB sertifikati bor maktablarga tegishli. Ikkinchi qismi A-level sertifikatini siz oddiy maktabda o'qib turib ham topshira olasiz. Lekin bu haqida ma'lumot ko'pchilik bilmaydi. Uning minuslari ham bor. SAT dan farqini aytyapman, qolgan ikkita sertifikatni. SAT 1 yilda 8 marta topshirish imkoniyati bor. To'lov $111. Xohlasangiz 5 marta ham topshirasiz, xohlasangiz 10 sinfda topshirasiz. Qayoqda, qaysi maktabda, qanaqa maktabda o'qishingiz qizig'i yo'q. Lekin A-level sertifikatini siz oddiy maktabda yoki prezident maktabida o'qisangiz ham bo'ladi, topshirib olsangiz bo'ladi. Yomon taraf faqat yilda 2 marta. Bunga alternativ bo'lsin, shunchaki bolalarga quruq motivatsiya bo'lib qolmasin degan ma'noda ham SAT ni qo'shishdi. Ya'ni haqiqatan IB da o'qiydiganlar agar yuqori ball olgan bo'lsa, bez imtihon kirsin. A-leveldan yaxshi natija ko'rsatganlar kirsin va qo'shimchasiga SAT dan ham. Endi bu yoqda 100% aytmayapman, SAT dan 1200 dan baland olsangiz, siz aniq DTM topshirmaysiz yoki aniq diplomatiyaga kirasiz deb. Chunki buni argumentlarini ham ko'rishimiz kerak. Imkoniyatlari, aytganimdek 10 mingta talaba iloji yo'q u narsani. Shuning uchun ham misol uchun agar unaqa bo'ladigan bo'lsa, mana yana bitta argument. Agar SAT dan 1200 ball olish o'zingiz aytganingizdek osonda, milliy sertifikat sinib ketadi. Milliy sertifikat shunday sinib ketadi, uni o'zi davlat tashkil qilgan-ku. U qanday sindirib yuboradi? O'shaning uchun meni fikrim, meni to'g'richa, misol uchun 1200 ball olgan, yuqori olgan 1000 ta bo'ladimi, 2000 ta bo'ladimi? Undan dastlabki 200 tasini, 300 tasini uni saralab oladi. Uni qayerdan saralaydi? Shu DTMga kirgizib, ball bo'yicha qarab chiqadi. Xo'p, ya'ni hozir argumentlar ko'p bo'ldi. Bitta jamlab oladigan bo'lsak, o'zi prezident qarori qanaqa yo'nalishda ishlash haqida biz muhokamani boshladik. Islom aka aytdilar, bu qarorga qo'shimcha izoh, ya'ni variantlar kerak bo'ladi hali.
Ya'ni 1200 ball to'plagan o'quvchini o'zi grantga o'qishga kirishi uchun hali qarorda to'liq ma'lumot berilmagan. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni bu 5 qatorlik qarorda hamma o'qib har xil talqin qiladi. Talqin qilishi mumkin hali. Aytganimdek, mana Bekzodov fikri ham mantiqan to'g'ri. Ya'ni odam ko'payib ketgandan keyin ularni o'zaro qanaqadir yana saralash qilishimiz kerak. O'zaro. Endi varianti o'sha DTMga hammani topshirtiramiz va o'shaning ichidan aytaylik 150 ta kvota qo'yamiz har bitta fakultetga va 150 taning ichidan eng yuqori SAT'si ball olganlarni olamiz. Behzod akani variantlari bo'yicha shunaqa. Ya'ni DTMga kiradi, lekin balldan qat'iy nazar unga qo'shimcha grant asosida kvota ajratilgan bo'ladi. U aslida bu ball bilan grantga kirmayotgan bo'lsa ham. Shunaqa demoqchisiz. Shunaqa. Aha. Yana qanaqa variantlarimiz bor? Bu bitta talqin. Xo'p. Yo'q, mana o'zi qonunda, misol uchun kollej board tashkilot tomonidan o'tkazilgan o'sha SAT xalqaro imtihonda to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori 75% 1200 ball va undan yuqori natijalar sertifikatga ega bo'lgan abituriyentlar sertifikat berilgan fan kirish imtihonlari tarkibida mavjud bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim tashkilotlariga qo'shimcha grant, davlat granti, o'sha qo'shimcha davlat grant degan shu narsada. Ya'ni DTM topshiradi. DTM topshiradi, sertifikat bo'lganlarga qo'shimcha grant kvota ajratiladi. To'g'ri, lekin biz bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Prezident maktabi o'quvchilari ham qo'shimcha grant. Yana bitta fakt aytaman. O'zi mana bu prezident maktabiga o'zi 24 ta kirgan, hammasi xohlagani kirmaydimi? Men shunaqa deb o'qiganman qonunda. Yo'q, xohlagani deganda qaysi? Xohlagan davlat universitetiga kira olmaydimi? Xohlagan davlat universitetiga kira oladi. Anavi Qo'shimcha grant asosida. qo'shimcha 24 ta o'zi o'qib chiqsa o'zi kiradi deb eshitganman-da. O'sha 24 ta bola tugatgandan keyin endi bizda faqat 24 tani 100 ta universitetga bo'lishimiz kerak emas-da. 14 ta prezident maktabi bor. Birinchi yildan kirmaydiganlar bor. Bularda soni oshib boraveradi-da. Ya'ni bularga ham bitta ikkita bilan student haqida gapirilmayapti-da bu yoqda. Ya'ni aytaylik, diplomatiyani bitta fakultetiga o'zi davlat bo'yicha kvota 300 ta ajratilgan deylik. 50 tasi davlat granti, 250 tasi kontrakt asosida. Agar prezident maktabini 10 ta o'quvchisi topshirsa, 50 ta grantdan tashqari yana 10 ta grant ajratiladi. Bu ham qo'shimcha grant. Siz aytgan narsa 5% dagi adashmasam harbiylar, yana qanaqadir daftarga kirganlar, qo'shimcha ligotaliklar bor. Ular ham qo'shimcha kontrakt yoki grant shunaqa qilinadi. Ya'ni asosiy kvotaga ta'sir qilmaydi. Buni ham hozircha qarorda mana shu joyini aniq. SAT'chilar endi prezident maktabini bor yo'g'i 300 ta bolasi muammo emasdi. Ya'ni o'shandan 50% aniq chet elga ketardi. Shunday. Qolgan bir 150 ta bola bitta universitetga borsa, ham asosiysi o'zimiz universiteti, yangi O'zbekiston universitetiga kirardi. 100 dan oshiq bolasi yiliga. Sababi yo'qda endi yangicha tizim prezident universiteti hisoblanadi, ham prezident maktabini mantiqan davomi hisoblanadi. O'shaning uchun ko'pchiligi bularga kirardi. Ya'ni bularga qo'shimcha izoh shart emas, uncha katta muammo keltirib chiqarmasdi. Lekin bu qarorga 1200 ga qo'shimcha qaror chiqmaydigan bo'lsa, katta muammo keltirib chiqaradi. Aytganimdek, 1200 chilar soni juda katta. Har qanday o'qituvchida tayyorlansangiz ham, любой o'qituvchini statistikasini oladigan bo'lsangiz, kamida 50% 1200 dan yuqori ball olgan. Bu olish mumkin bo'lgan katta ball emas. Ya'ni unaqa yuqori ball emas. Menda boshqa taklif bor. Misol uchun fikr, variantlar. Bekzodning varianti yomon emas, yaxshi. Aytaylik, o'sha bolalarni topshirtirdik dedim. Mayli, nechadir, misol uchun 100 ball, 150 ball qilib qo'yamiz. O'shandan yuqori ball olganlarni SAT'siga qaraymiz. SAT bo'yicha ketma-ketligini terib chiqamiz. 1000 ta bola topshirgan bo'lsa, eng yuqori 50 tasini olamiz. Eng yuqori 100 tasini olamiz. SAT bo'yicha. SAT bo'yicha, lekin DTMda eng kamida 150 bo'lish kerak yoki 130 bo'lish kerak. Qanaqadir minimalni ball qo'yish. Lekin qonunda 1200 dan oshsa deyilganda. Ya'ni bu 1200 to'g'ri aytyapman-ku, izohda o'sha joyda nito joyi bor-da, ya'ni kamchilik joyi bor. Izoh qo'shma qaror chiqish kerak. 1200 dan yuqori degani bu konkurensiyaga qo'shila olish kerak. 1200 dan yuqori degani 100% o'sha yo'nalishga kiradi degani emas. Chunki biz hozir ko'rdik, bu narsa imkonsiz. Mana shaxsan o'zim Samarqanddan bo'lsam, iqtisod yo'nalishiga abituriyent bo'lsam, Sanguda iqtisod yo'nalishi bor. Tatuda bor, kooperativ institut bor. Bir nechta universitetlar endi hozir ko'payib ham ketdi. Eng kamida 3-4 ta universitetda bor. Nega men 1200 olgan bo'lsam, Samarqanddagi iqtisod yo'nalishida o'qishim kerak? Men diplomatiyada xohlayman. Xorazmlik bola. U ham diplomatiyani xohlaydi. Siz ham diplomatiya xohlaysiz. Ya'ni hammaga ham kvota ajratib berish imkoni yo'q demoqchisiz. Iloji yo'q. Ya'ni 1200 qarorga agar biz qarorni ushlab oladigan bo'lsak, 1200 men oldim, siz oldingiz, bu ham oldi, bu ham oldi. Bu iloji yo'q. Agar qarorni mamlakat ko'rish talqin qilsa-chi,
agar u davlat test markaziga kirib, imtihon topshirib, Mhm. kirish balidan yuqori natijani qo'lga kiritib, ya'ni u kirdi eng kamida kontraktga. Shunaqa kontraktga kirgan talabalarga, demak, qo'shimcha grant asosida kvota ajratilinadi. Haligi kontraktga kirgan talaba, demak, kontraktda emas, kvota uchun byudjetga o'tib ketdi. Shunaqa talqin qilish varianti ham bor, unda Bu bo'lishi. ham variant. Ya'ni Bekzod aytgan gapi bo'ladi. 1200 dan baland Baland bo'lsa bo'ldi. oganlarda bo'ldi. 1250 mi 75 mi farqi yo'q. Hammada 1200 bir xil. bormi? Kontraktga kirib turgan talaba, demak, byudjetga o'tib ketib qolishi mumkin. Bu bitta variant. Bu ham variant. Keyingisi o'sha 1200 dan baland ball olganlarni bir xil kategoriyaga joylaymiz va ularni DTM natijasiga qarab eng yuqori 30 ta, saralab eng olinadi. yuqori 50 tasiga, 100 Bu ham tasiga. haqiqatga yaqinroq Bu ham bo'ladi. variant. Chunki qarorda 1200 deyilgan, mana shu narsani o'zgartirib bo'lmaydi endi. DTM balliga qarab saralab olinsa, ya'ni yuqoridan pastga qarab sanab olinadigan bo'lsa, deylik 30 ta kvota, deylik 40 ta kvota. Shunaqa holatda ham amal qilish mumkin bo'ladi. Bo'ladi. Lekin buni abituriyentlarga noqulaylik joylarini ham hisobga olishimiz kerak. Abituriyent shu paytgacha adashmasam 5 ta milliy oddiy DTM orqali kiradigan bo'lsa 5 ta fandan topshirish kerak. Ya'ni hozirgi kunda 5 ta fan bo'yicha milliy sertifikatlar bor. Xatolik bo'lsa to'g'rilab ketasiz, chunki Yo'q, hamma fan bo'yicha bor. Hamma fan bo'yicha bor. Huquq bo'yicha yo'q. Deyarli hamma fan bo'yicha bor. Ya'ni o'sha diplomatiyani qaysidir yo'nalishga topshirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, 5 ta fandan ham milliy sertifikat oldim yoki olishim kerak. Qo'shimchasiga SAT tayyorlanishim kerak. 1200 dan yuqori olishim kerak. O'shandagina men grantga kiraman. Uni o'rniga bolada tasavvur qiling, siz 5 ta fan bo'yicha alohida milliy sertifikat tayyorlanadi. Plus SATning o'zi ham 2 ta fandan iborat. Unga tayyorlanadi. Agar SAT tayyorlanib yuqori ball oladigan bo'lsa, u yonida yana IELTS ham olish xohlab qoladi. Chet elga ham topshiray, bo'lmasa o'zimizga kiraman degan. Bolada tayyorlanadigan fanlar soni 7 ta 8 ta. Ya'ni ko'payib ketdi. Bu qarorlarni misol uchun kirishni osonlashtirish maqsad, qiyinlashtirish emas. Meni variantim qanaqa tartibda bo'ladi bu? Ya'ni 1200 dan yuqori olganlar davlat granti asosida qanaqa tartibda bo'ladi? Meni variantim har bitta universitet o'zini qobiliyatidan, imkoniyatlaridan kelib chiqib kvota ajratadi va o'sha 1200 dan yuqori ball olganlarni topshirtiradi. Eng yuqori natijasini aytaylik 30 tasini yoki 50 tasini oladi. Aytaylik diplomatiyaga hamma topshirdi 1500 chilar, 1400 chilar, 1300 lar. 5000 ta odam topshirdi, o'shandan 100 tasini oldik, mana grant, hech qanaqa imtihon topshirmadi. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli. Grant bo'ldi. Endi 1300 olib turib kira olmadi, u da ham imtihonga kirsin. Yoki milliy sertifikat bo'lsa uni ko'rsin. Uni alohida granti bor. Ya'ni aytganimizdek 300 ta qabul bo'ladigan bo'lsa, 50 tasi davlat granti, 250 tasi kontrakt bo'lsa, biz qo'shimchasiga yana 50 ta joy ajratdik. Faqat SATchilar uchun. 1200 dan yuqori olganlarning ichidan eng yuqori 50 tasini oldik-da, qolgan bolalarni xohlasang bunga topshir dedik, xohlamasang boshqa universitetga topshir. O'shanda bizda boshda ajratilgan 50 talik kvotaga ta'sir qilmaydi. Ya'ni grant hech kimni joyini olib qo'ymayapmiz. Kontraktni joyi turibdi. Bu bolalarda ham imkoniyat bor. Yuqori ball olganlari imtihonsiz kirdi. Agar 1300, 1400 bo'lib qolsa, abituriyentlar soni ko'payib ketsa, bemalol DTM topshirsin. Milliy sertifikat topshirsin yoki boshqa universitetga. Va bu yoqda o'zgartirishimiz kerak bo'lgan joylari bor. Qabul jarayonida buni bir vaqtga qo'yish kerak emas. Mana butun dunyoda bu narsani ko'rganmiz. Universitetlarda qabul jarayoni bir vaqtda emas. Bizda palon sanagacha imtihon topshirish kerak yoki hujjatlar topshirish kerak va palon muddat ichida chiqadi. Ya'ni bir vaqtda chiqadi. Bir yilda bir marta. Bundan 6 yil, 7 yil oldin o'zim abituriyentlik vaqtimda, masalan 10 yil oldin deydigan bo'lsak, bir yilda bir marta imkoniyatingiz bor. Mana siz tasavvur qiling, 36 talik variant payti edi, u payti 190 ball, 226 mi shunaqa atrofda edi maksimal ball. Aytaylik, meni potensialim 190, 200 ball oladigan studentman, abituriyentman. Diplomatiyaga topshirdim, 195 bilan yiqildim. Lekin boshqa universitetda o'sha aynan iqtisod yo'nalishi 160 bilan grant bo'lgan. Ya'ni bizga universitetga kim foydali? 195 da yiqitganimizmi? 165 grantga olganimizmi? Ya'ni bu tizimda o'zgartirildi. Ya'ni hozir 5 ta universitet bularning sonini yanada kengaytirishmoqchi. Menimcha hozirgi aktual bo'lgan qaror bo'yicha 5 ta universitet, adashmasam. Shunaqa. Lekin shunga qaramasdan talaba yana 1 yil kutish kerak agar kira olmasa. Ya'ni orada qishga yoki yozga qabul bo'lmaydi. 1 yilda bir marta imtihon bo'ladi. Ya'ni buni o'zi ham yaxshi natija. Ya'ni bitta shansni 5 taga ko'paytirganimiz. Bu narsani umuman olib tashlash kerak, men taklifim.
Ya'ni nima? Har bir universitet o'zidan kelib chiqib qabul sanasini qo'ysin. Ha. Kirish imtihonini ham. Mana Westminsterda necha yildan beri ishlab kelyapti. Mayli original haqida, ya'ni Britaniyadagi haqida gapirmayapmiz, O'zbekistondagi haqida. Xohlaymizmi, yo'qmi? O'zbekistondagi top 5 ta universitet desangiz, Westminster bor 5 talikda. Birinchi demayman. Ikkinchi demayman. 5 tani ichida bittasida bor. 2001-yil ochilgan va 2001-yildan beri shu tartibda ishlab kelyapti. Qabuli yil davomida martdan boshlanadi, iyuldan oxirigacha, ba'zi bir yillar avgustda ham bo'lgan. Yana imtihon tartiblarini ular har xil joyga bog'lab qo'ygan. Ya'ni bittagina yagona sertifikat, yagona imtihon orqali qilib qo'ymagan. IELTS imtihonini topshiribki yoki unga alternativ bo'lgan TOEFL topshiribki, xohlasang O'zbekistonda, xohlasang chet elda. Plus xohlasang padkursimizda o'qi deydi. Qo'shimcha. Matematikani xohlasang o'zimiz kirish imtihonimizni topshir, xohlasang SAT olib kel deydi, xohlasang GMAT olib kel deydi, xohlasang padkursimizda olib kel deydi. Oxirgi olib kelish muddating iyunda mana bu sanasi deb qo'yadi. Ya'ni kirish yo'llari bir nechta. O'ziga qabul qiladigan bolani tanlay oladi, filtr qila oladi. Boshqa universitetda mana tasavvur qiling, 165 bilan boyaga bergan misolimda grantga kirgan bolani o'qitgandan ko'ra 195 ta olib grantda o'qitgan universitetga ham foydali emasmidi? Ya'ni yaxshi kadr. Bu bola qolib ketdi. Men taklifim shunday. Hamma universitetda kirish imtihoni qabuli bo'yicha o'zlari requirement o'ylab chiqsin, ya'ni talablarni. Oliy ta'lim bilan hamkorlikda, nazorat ostida hamma universitet o'zini reputatsiyasidan, talablaridan kelib chiqib qilsin. Muddatlarni har xil qo'ysin. O'shanda men abituriyentman, 1300 oldim SATdan. 1300 oldim, universitetlar ro'yxatini ko'ryapman. Aytaylik, selxozga topshirish uchun 1200 dan yuqori. Falon sanagacha topshirsam, javobi 10 kunda kelar ekan, kirishim mumkin. Kira olmadimmi? Politexnik universitetiga topshiraman. Politexnika. Milliy universitetga topshiraman. Meni SAT ballim 1500 mi? Diplomatiga topshirib ko'raman. Falon muddat ichida. Agar yo'llanmasam, narxozga topshirib ko'raman. Ya'ni imtihonlar muddati har xil bo'lishi kerak. Har xil bo'lishi kerak. Ya'ni universitet reputatsiyasidan bu ko'p muammolar keltirib chiqaradi-da. Ya'ni qo'shimcha qaror chiqadi bu narsaga, aniq. Buni hamma o'zi xohlagancha hozir talqin qilyapti-da. Lekin har qanday yo'lda ham ko'radigan bo'lsangiz, bu imkonsiz-da. 1200 bilan ishlab olish, qo'shimcha grant deyishi, bunga izoh berish kerak. Izoh kerak. Men o'sha qo'shimcha fikringiz bormi? Qo'shimcha fikr, o'sha o'zgartirmayman fikrimni. O'sha hali ko'rasizlar, shunaqa bo'lib chiqadi, aniq. 1200 balldan olgan DTMga ham kiradi-da, DTMda o'sha 50 tami nechtadir kvota ajratiladi, uni qonuni chiqadi. Xuddi EVV farzandlari qanday bo'lsa, tipa shunga o'xshash narsa bo'ladi. 1200 ballni olganim. Yuqori olgan dastlabki 100 tasini, 200 tasini qabul qiladi. Balki keyin ham variantlardan bittasi. Keyin o'sha baribir mana bu tizimimiz juda zo'r bo'lib ketyapti. Mana o'quv ta'lim tizimimiz juda zo'r. Misol uchun o'sha bizning paytlarda bir marta imkoniyat, bitta tanlash, bitta universitet, bittadan topshiriladi. Juda qiyin bo'lganda, hozir mana 5 ta imkoniyat. U ham sal yaxshilangan. O'quvchi yilni yo'qotmasin. Keyin yana qo'shimcha hozir 6-yo'nalishim chiqqan. 6-yo'nalishim chiqqan. Mana nima edi shu haqida qilsak bo'ladi? 6-yo'nalish bu o'qishdan yiqilasizku, 5 tasiga ham kira olmaysiz. Qo'shimcha yana bo'sh qolib ketgan joylar bo'ladi-ku. Har yili qolgan, misol uchun diplomatiyaga kirib qo'yadi o'quvchi. Zo'r, juda 1600 bilan SATdan u niyati chet elda o'qish, prosta DTMga prosta topshirib qo'ygan. O'sha bo'sh qolib ketadi. Parallel ravishda xalqaroga kirgan. Kvota bo'sh qoldi. O'shani foydalanish uchun davlat yana qo'shimcha 6-yo'nalishda ham nima qildi? Qoyil maqom imkoniyat. Juda zo'rda. Bu tizim yaxshilanib ketayotganini dalolat beradi-da. Umumiy hisobda tizim yaxshilanib bormoqda. Keyin ham misol uchun hozir perevod ham chiqqan. Xususiydan davlatga perevod, lekin davlatdan davlatga perevod qilib bo'lmaydi. Xususiydan davlatga perevod chiqqan. Diplomatiyaga eng qizig'i 105 ball. Bu shok xabar. Mana diplomatiyaga 105 ball. U diplomatiyaga 189 ball bilan kirsa bo'ladi. Ko'chirish uchun. Ikkinchi kursdan o'qiydi, endi tem bo'ladi. Demak, kirishdan ko'ra perevod qilish osonroq, diplomatiyaga kirish. Men bu ham bitta taktika, abituriyentlar agar mana shu variantni qo'llab ko'rsanglar, diplomatiyaning talabasi bo'lishingiz osonroq ekan. Xususiyga shunday kirib, davlatga diplomatiyaga kirib, bilmayman qancha kvota qiladi, uni qaysi qonun. Lekin hozir mana bu 5% harbiylar farzandiga beradi-ku. U har bir universitet o'sha siz aytganingizdek ma'lum bir chegara qo'yardi universitet. Hozir chegara yo'q. Misol uchun o'sha kvotani tanlaganlar bir 50 ta, 60 ta, 100 ta bo'lsin, hammasi diplomatiyaga topshirsin, hammasini diplomatiya qabul qilishga majbur.
Xo'p, fikrlarni shu joyda jamlab xulosa qilamiz, chunki biz muhokama qilishimiz kerak bo'lgan qolgan mavzular ham bor. Demak, prezident qaroriga izoh kutib qolamiz. Hozir bir nechta variantli gapirib o'tildi, keltirildi. Qaysi biri bo'lsa ham bizga farqi yo'q. Eng yaxshi optimal qabul qilinadigan umiddamiz. Izoh kutib qolamiz. Birorta variant, biza keltirib o'tgan variantlarning birortasi o'xshashi ham mumkin. Xo'p, endi Islom aka, endigi savolim sizga bo'ladi. Hozir milliy dastur degan tushuncha kirib kelishni boshladi. O'zi matematika sohasiga, maktab tizimiga. Shu haqida atroflicha muhokama qilib o'tsak. Milliy dastur o'zi nima? Kimlarga mo'ljallangan? Bu qanaqa imkoniyatlar beradi? Hop, yaxshi aktual temalardan bittasi hozirgi kunda endi butun xalqqa yetkazishimiz kerak bo'lgan mavzulardan bittasini ochdingiz. Milliy dastur o'zi nimadan iborat? Milliy dastur bu 3 ta qismdan iborat. Ya'ni prezident iqtidorli farzandlari milliy dasturi 3 ta qismdan iborat bo'lsa, buni aynan bitta qismi 1,5 mingta O'zbekiston bo'yicha faqatgina davlat maktablari va o'rta maktablar. Prezident maktablari, ixtisos maktablar kirmaydi. Kirmaydi. Ular kirmaydi. Faqat umumiy Faqatgina o'rta maktab. umumiy o'rta ta'lim muassasalari, ya'ni oddiy maktablarda o'quvchilari 9-sinf tugatgan bolalar va 10-sinfga o'tadigan bolalar yozda imtihon bo'ldi birinchi marta. Har bitta viloyat bo'yicha kvota alohida berilgan. Ya'ni umumiy kvota emas. Har bitta viloyat bo'yicha alohida kvota berilgan. Aholi sonidan kelib chiqqan qilindi. 1,5 mingta bola saralab olindi va ularga o'sha 1,5 ming 2 yil mobaynida keyingi yil universitetga topshirish jarayonigacha SAT ikkita fan bo'yicha bepulga tayyorlov darslari, IELTS bo'yicha bepulga tayyorlov darslari, qo'shimcha o'sha chet el universitetlariga topshirish bo'yicha insholar yozish, motivation letter yozish, ular bo'yicha soprovождение, ya'ni qo'shimcha bepulga ko'mak. Bundan tashqari yilda bir marta Renessans oromgohida 3 haftalik bepul o'quv dasturlari. Yo'qda ham shunchaki trening emas, 3 ta fandan dars o'tiladi va 3 ta fanning natijasi maktabdagi attestatsiya bahosiga qo'yiladi. Ya'ni maktabda aytaylik 10-sinfda 15 ta fan o'tadigan bo'lsa, bular 18 ta fan yopadi. Ya'ni bu chet el universitetlariga topshirish uchun juda plus beradi. Bizda o'quvchilarimizda asosiy muammolardan bittasi nima? Nimaga chetga grant olish olmayapti? Kiradi, kirishga, lekin kontraktga kiradi. Grant olish uchun ularni fanlar bilan bizlar fanlar to'g'ri kelmaydi. Ya'ni O'zbekistonda tabil bilan borsangiz, aytaylik 20 ta fan, boshqa davlat, misol uchun Turkiyaniki yoki rivojlangan Yevropa mamlakatlariniki boradigan bolalarda fanlar ro'yxati boshqacharoq. Ya'ni Amerika tizimiga yaqinroq. Fanlari birga to'g'ri kelmay qoladi. Ha, bizlardagi bilan to'g'ri kelmay qoladi. Ya'ni fanlarning soni ham kamroq bo'lib qoladi bizda. O'shani yo'qotish uchun qisman bo'lsa ham qo'shimcha 3 ta fan qo'shilyapti va offline darslar bo'ladi. U bo'yicha ham alohida imtihonning natijasi xuddi 5 ballik sistemada baho qo'yiladi. Bularning hammasi tekinga olib boriladi platforma orqali. Ya'ni butun respublika bo'yicha 1,5 mingta o'quvchi tanlab olingan, saralab olingan 9-sinfdan 10-sinfga o'tadigan o'quvchilar orasida. Hozir ya'ni 10-sinf va ularga IELTS, SAT va uchinchisi o'sha motivation letter boshqa ko'rinishdagi ko'rsatmalar beradigan bepul darslar bo'yicha platforma ochilgan va u yerda bepulga o'quvchi yil davomida tayyorlanib borishi mumkin. Islomxon aka, mana shu bu proyektda o'zingiz ham ish faoliyati olib borasiz bugungi kunda? Bu faoliyatda shu kontent qismiga, ya'ni o'sha aytganim video darslar qismiga, bu asosiy 3 ta qismdan iborat bo'lsa, birinchi qismi video qismi, ikkinchi qismi IT platformani yuritish bo'lsa va uchinchi qismi bu tashkiliy qismlari, Renessans oromgohidagi darslar, ham school konsullar bilan ishlash, u proses bo'lsa, biza 3 dan birida, ya'ni aynan platformadagi joylashtirilgan video darslar, jonli darslar, o'shanga javobgar shaxs sifatida ishlayman. Demak, 9-sinfdan 10-sinfga o'tadigan umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari butun respublika bo'yicha. Bu juda ham shok xabar, zo'r imkoniyat, bilim jihatidan kvalifikatsiyani oshirish bo'yicha juda katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Bundan foydalanish kerak. Yana bitta qo'shimcha qilib ketay. O'zi bu 1,5 mingta bola nimaga saralab olindi? Nimaga tayyorlanyapti? Nimaga kerak u davlat shuncha pul chiqyapti? Ya'ni 1,5 yillik prosesda bu kamida 1,5-2 yillik o'qituvchilik oylik beriladi, platforma uchun to'liq moliyalashtiriladi. Renessans oromgohida har bitta viloyatdan mana potokka bo'lingan, birinchi potokda 250 ta student keldi. Respublika bo'yicha. Va ular transport xarajati hammasi bepul. Hech maktabga ham hech qanaqa xarajat qilinmaydi, ota-onaga ham, studentga ham. Hammasi davlat tomonidan qilindi. Asosiy maqsad 1,5 mingta bolani har yiliga o'sha o'rta maktablarning ichidan dunyoni 100 talik top universitetlarga kiritish. Va buni plus tarafi ham bor. Yana 1,5 mingtaning ichiga kirganlarning ichiga plus tarafi bor. Siz
1,5 mingdan ichida borsiz, 1 yil 1,5 ming tayyorlandingiz, o'sha dunyoning top universitetiga topshirdingiz. Agar grant miqdori sizda 50% dan yuqori bo'lsa, qolgan qismini davlat to'lab beradi. Wow. Ya'ni el yurt umidi orqali. El yurt umidini misol uchun xabarimiz bor, ko'pchilik biladi. Bu yil adashmasam 150 taga tushirib qo'ydi bakalavr bo'yicha kvotani. Butun respublika bo'yicha 150 ta bolaga tushirib qo'ydi. Bu juda kam. Endi bu imkoniyat 1,5 mingta bola, 1,5 mingta bola deganda o'rta maktablarda ichida aytyapman. Undan tashqari iqtisod maktablari bor, prezident maktablari bor. Ularga alohida granti bor el yurt umidida. Buni bitiruvchilarga siz aytaylik top universitet yiliga 60 ming dollar xarajat chiqazib bersa, siz 50 yoki 60% ni olsangiz, masalan 30 ming dollardan yuqori qismini sizning baholaringiz, IELTS ko'rsatkichingiz, SAT, qo'shimcha extracurricular activities bilan bersa-da 20 ming dollar to'la va o'qib bizada desa, qolgan qismini davlat to'lab beradi. Ya'ni bunaqa imkoniyat hali bo'lmagan. Hali bu masshtabni bo'lmagan, 1,5 mingta bolaga berilmagan. Bepul yana. 150 ta, 200 ta bolaga berilib kelgan, unda ham konkurensiya juda yuqori edi. Juda yuqori edi. Men o'zim shaxsan o'quvchilarni el yurt umidiga oxirgi bosqichga borib yiqilganlarni bilaman. Top universitetlarga kirib, top 50 talik, 30 talikka kirib. Ya'ni konkurensiya yuqorligidan ilinolmagan ular el yurt umidiga. Bu imkoniyat ularga ancha yaxshi. Kattaroq Va mol oladi. yana bitta adolatli tarafini aytaman bu narsani. Agar biza bu narsani butun O'zbekiston bo'yicha hammaga ochganimiz deydi, 1,5 mingta bolani kamida 1200 tasi prezident maktablari, ijod maktablari, iqtisod maktablari, ya'ni 200 tadan oshiq agentlik tarkibidagi maktablarda bolalar bo'ladi. Qani bo'ladi. Tabiiy hol. Ular ixtisoslashgan. Ular o'zi saralanib olingan. Ha. Ya'ni har bitta tumanda bittadan bo'lsa, ya'ni bitta tumanda o'rtacha 50 tadan 100 tagacha maktab bo'lsa, o'shani ichidan saralab olingan bolalar, yana ular bu o'zi rivojlangan sektorni yana rivojlantirishdan ko'ra umumiy ta'limdagi qatlamni ham rivojlantirish. Ixtisoslashmagan demak segmentni yana ham rivojlantirish maqsad. Shunaqa. Adolatli qanaqa yo'nalish bo'lgan. Ya'ni qolganlarga ham imkoniyat bo'lsin, imkoniyat Da. bo'lsin. Shu taraflarni ancha plus bo'ladi. Ya'ni faqat prezident maktabi emas, faqat iqtisod maktabi emas, Al-Baryoniy yoki Al-Xorazmiy emas. Oddiy o'quvchilarga ham, oddiy umumiy ta'lim maktablariga ham ancha bu imkoniyat. Faqat bu narsadan to'g'ri foydalanish kerak. Yana bitta plus tarafini aytaman va bu boshqa programmalarda yo'q imkoniyati. Bu 1,5 mingta bola shunchaki platformaga kirib video ko'radi, xohlasa uyga vazifa qiladi emas. Bularga talab ham bo'ladi. Bularga nazorat juda kuchli. Ya'ni har 7 ta studentga bittadan school counselor deymiz, maslahatchi. Yaqinda bu narsa bo'yicha ham qaror chiqishini kutyapmiz. O'zbekiston bo'yicha davlat maktablariga ham maktab maslahatchisi lavozimi joriy qilinadi. Bu haqida menimcha eshitgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni chet el universitetlariga topshirish uchun siz o'zingiz topshira olmaysiz. Ya'ni maktabdagi qaysidir mas'ul shaxs orqali topshirishingiz kerak. Bu narsa bizda yo'q edi shu paytgacha. Ya'ni prezident maktablari, iqtisod maktabi va ba'zi bir xususiy maktablarda bor edi. Ana endi butun O'zbekistonda bo'yicha 10 mingta maktabga joriy qilinyapti bu pozitsiya. Shtat ochilyapti. Hozir kunda mavjud bo'lgan 200 ta iqtisod maktabdan barchasi 1,5 mingta bolaga biriktirilgan. Ya'ni prezident maktabining maslahatchisi istalgan viloyatga aytaman, aytaylik Samarqand yoki Navoiyniki, ular 4 yil 5 yildan beri faoliyat olib ko'rsatyapti. Va ularda o'sha 4 yillik 5 yillik faoliyati ichida o'sha dunyoni top 50 talik, 30 talik, 10 talik universitetiga kirgan studentlari bor. Ya'ni Gulistonnikini aytadigan bo'lsak, oxirgisi UCHKga 420 ming dollar Asilbek degan bola o'tgan yil kirdi. Juda shov-shuv bo'lib, ko'pchilik tanib, nima deydi, qilishdi. O'sha bola ham Guliston prezident maktabining bitiruvchisi. Ya'ni u bolani ham unga qo'shimcha protsessida noldan ishtirok etgan maktab maslahatchisi o'sha 1,5 mingta bolaga nazorat qiladi. Ya'ni bunaqa tajribani siz juda katta summaga sotib olasiz. Va hozir o'zimni studentlarim ichida ham shunaqa universitetga, top universitetga topshirish bo'yicha сопровождениeni yo'lga qo'yganlar borda. Ya'ni sizga aytadi, SAT eng kamida mamnun bo'lish kerak. IELTS mamnuncha bo'lish kerak. SAT mana bunaqa yozish kerak. Mana bu activityni qiling. Mana bu qanaqadir nima deydi? Consulting. Ya'ni xizmatini taklif qiladi. Sizni o'sha tanlagan yo'nalishingizga, universitetingizga qarab to'g'rilab beradi. Qilib bermaydi, to'g'rilab beradi. Mana bu tasklarni qilsangiz, topshirishingiz mumkin, kira olasiz deb. To'g'ri yo'nalish. Bu narsa juda qimmat. Juda qimmat. 7 ming dollargacha bor. O'zbekiston sharoitida
o'zbeklar. Mana shu xizmatni bitta studentga $7,000 chiqadi. Bu eng qimmatini aytyapman. Endi $1,000 ham bor. To'g'ri, ular ham natija ko'rsatgan. Lekin ulardan-da tajribasi, deyarli ulardan qolishmaydigan o'sha darajadagi konsullar 1,5 bolaga tekinga yordam beradi. Bundan to'g'ri foydalanish kerak. Bolalarda ham o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda maktabda 8-sinf, 9-sinfda o'qiydiganlar bo'lsa, 1 yilda qabul bir marta bo'ladi. O'shanga tayyorlanishini maslahat berardim. Ya'ni sizdan yo'qotadigan narsangiz yo'q. Siz qo'shimcha IELTS tayyorlanmoqchimisiz, offline yoki onlayn bemalol tayyorlaning. Qo'shimcha essay tayyorlanmoqchimisiz, tayyorlaning. Bizda platformadan foydalanish shart emas. Lekin bunaqa imkoniyatdan tekinga beriladigan imkoniyatdan qo'shimchasiga foydalanish kerak. Ya'ni siz pulga oladigan narsangiz agar 1,5 mingdan ichiga kiradigan bo'lsangiz, deyarli hammasi tekinga bo'ladi. Juda ham qimmatli bo'lgan ma'lumotlar berib o'tdingiz. Milliy dastur bo'yicha o'ylaymanki, respublikadagi maktab o'quvchilariga juda ham manfaatli bo'ladi. Endigi savol yo'nalishimiz pedagog bo'lganligingiz uchun spesifik savollar bo'ladi. Mana misol uchun Behzod aka, siz milliy sertifikatga tayyorlanmoqchi bo'lgan talabgorlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Qayerdan boshlash kerak, nimadan boshlash kerak, umuman necha yoshdan boshlash kerak milliy sertifikat uchun? Milliy sertifikatga o'zi muddati 3 yil bo'lgani uchun qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Misol uchun hozir meni o'zimda 7-sinf o'quvchilarim bor milliy sertifikat tayyorgarlik guruhi. 7-sinf. Lekin O'zbekistonda 7-12 yosh bo'ladimi? 2012mi, 2013-chi. 13-14 yosh bo'ladi. 13-14 yosh. U talanti bor. Endi misol uchun O'zbekistonda mana bu 189 ball to'plagan bola 8-sinfda o'shani rekordini qo'ymoqchimiz endi. 7-sinf qilib. Xudo xolasa. 7-sinfda o'zi hammasini hal qilib qo'ymoqchi. Endi lekin 7-sinf bo'lsa ham 3 yil bo'lganda kuyib ketadi. Lekin o'shani hal qilib qo'ymoqchimiz-da. Buni o'zi yaxshi status beradi bola. Bu ish qaytadan qila oladi. Shunaqa, yana qila oladi. Qancha erta boshlasa yaxshi. Shuning uchun milliy sertifikat yaxshi chiqqanda. Ana deydi, misol uchun 9-sinfda o'zida hal qilib qo'ysa bo'ladi. Kirishda bo'ldi, u yoq o'qimaydi. Maza narsa-da u. Xuddi shu savol SAT da qanaqa? Ya'ni возрастной контингент, o'sha range of age. Qaysi kontingent asosan o'qiydi SAT ni yoki asosan tayyorgarlik ko'rish boshlaydi? Zo'r. Behzod bilan deyarli bir xil. Ya'ni qancha erta boshlasa, shuncha yaxshi. Bu har qanday fanga tegishli, nafaqat matematika yoki milliy sertifikat bo'lsin, SAT, IELTS, ingliz tili farqi yo'q. Hamma fanga tegishli. Qancha ertaroq boshlasa. Men o'zim shaxsiy natijamdan ko'raman, o'zim tajribam deydi-ku, 4 yil gimnaziyada o'qiganman, asoslashgan maktab. Endi nom boshqacharoq bo'lgan va ya'ni qolgan maktablardan ko'ra saviya yaxshiroq bo'lgan. O'qituvchilarda ham yotoq joyi bo'lgan, qo'shimcha narsalari bo'lgan va bu plus bergan bizga. Lekin o'sha 9-sinf tugatib, litseyga kirganimizda darajamiz atrofimizdagilardan yuqori bo'lishi mumkin. Viloyat miqyosiga chiqqanda o'sha pastroligimizni bildik. Respublika miqyosida umuman o'zi statusimiz yo'q ekan. Ko'rdik. Endi o'zim o'qituvchi bo'lib ishladim. Oldimga 5-sinf bola keldi. Ya'ni o'sha call center deymiz-ku, administratorlar xatosi bilan, chunki SAT ga 5-sinf bolani umrimda o'qitmaganman. Va oxirgi 6 yildan beri men faqat to'liq SAT o'qitaman. Kiryapti, kechqurun juda xunuk vaziyat bo'lib qolganda, vaziyatdan chiqib ketganmiz. 7 dagi darsga call centerda xatosi bilan 5-sinf bolani olib kelishgan. Bolaning jussalari ham kichkinada. 5-sinf ham deb o'ylamaysiz. Yo'g'ingiz bilan kelgan, darsga kirgizayapti. Chiqib, nega bu ahvolda so'radim. Uzr aka, shunaqa bo'lib qopti. Sovuq kun. 2 kishi kelgan ular. Qaytarib yuborsam o'zimga ham noqulay. Men aytdim, bir dars o'tirsin dedim. Ketdi ovora bo'lib turib, "Bab pulolmaymiz-ku birinchi darsga" dedim. Ko'rsinda qiyinligini biladi, keyin jo'nat o'zi sekin tushuntirib yuboramiz. Yosh to'g'ri kelmas ekan. Ham qiyin ekan gruppa, tim bo'lib kechqurun yosh bola deb turib, bahona qilib jo'natib yuboramiz dedik. Uydagilarga bildirmadik. Oyish chaqiryapti-da, "Bitta darsingizda o'tirsam bo'ladimi?" deb so'raydi. Nimaga desa, "O'qituvchingiz, dars o'tishingizni ko'rmoqchiman, bu har xil joylarga borgan" dedi. Men bemalol dedim. Darsga kirdi, o'tirdi, bolaga test berdim. Level testimiz bor, darajani tekshirishimiz uchun qaysi temada, level check test berdik. Bola bir 60% dan ziyodini ishladi. Aksariyat beradigan yangi abituriyentlarga keladigan tayyorlangan studentlarning aksariyati 60% dan yuqorisi u testni yarmini ham ishlay olmaydi. Va meni studentlarim asosiy yoshi 9-10, 11-sinf. 7-sinf, 6-sinflarim deyarli yo'q. Bitta ikkita bo'lmasa. 5-sinf o'quvchisi kutilgandan ko'proq natijaga erishib qo'ydi. U bolani jo'natib yuboramiz deb kutdik. Shunaqa
e, kutish bilan boshladik darsni. Level test tugatdi, 60% ziyodini ishladi. O'zim qiziqib qoldim. To'xta dedim. Men buni ham ishlab ko'rdim. Men buni ham ishlab, ya'ni gruppa qolib ketdi. Oyisi o'tiribdi oldida. U bilan gaplashdim. Keyin so'radim. Sen qayerda o'qigansan? Falon maktabda. Oddiy maktab, hech qanaqa sot maktab emas, chet el maktabi emas. O'rinjoyga chiqqanmisan? Yo'q. Nima bo'ldi desam, prezident maktabiga tayyorlanganman. 3 ballim 4 ball yetmay qolgan. Juda kuchli bular prezident maktabiga tayyorgarlik Ya'ni ko'rgan. 24 ta bolaga kira olmagan, taxminan 30-o'rindir, 40-o'rindir. Ya'ni 24 tadan pastdagi bolalarning ham darajasi deyarli shunday. Ya'ni potensial yuqori. Potensial bolalar yuqori. Ya'ni bunaqa studentlarimiz juda ko'p. Ko'pchilik ota-onaning xatosi nima bo'ladi? Farzandim qiynalib qolyapti. 2 ta fanga nagruska, 3 ta fanga nagruska. Bu aslida normal Buni holat. sporti bor. Buni qo'shimcha mashg'ulotlari bor deydi. Yo'q. Insonning imkoniyatlari meni fikrimcha juda keng. Mana shu bolalar, o'sha 24 ta bola yoki aynan o'sha o'quvchim qilgan imkoniyatni har qanday odam qila oladi. Faqat to'g'ri yo'naltirish kerak. Shuning uchun SAT'misiz, milliy sertifikat tayyorlansizmi, IELTS'mi ertaroq boshlash kerak. Bir xillarda noto'g'ri tushuncha bor. Hozir kichkina-ku deydi, hozir tayyorlatirsam kursning necha oy deydi. Tabiiy savol. Sizga ham kelsa kerak. Ota-ona keladi, necha oyda olaman deydi. Qancha tayyorlab berasiz? U bolani birinchi marta ko'rib turishim. Shunday. Daraja qanaqa, u qabul qilishi qanaqa, uyda necha soat ajratadi, kimdir keladi 1 soat ajratadi, kimdir 4 soat ajrata oladi. Bu javob umuman bu savolga javob yo'q-da. Individual javob beriladigan narsada har bitta bolani o'zidan kelib chiqadi. Men shunga nima javob beraman? Kesin bir oy o'qisin, keyin javob beraman deyman. Bir oy o'qisin, bir oydan keyin qachon nima olishini. Endi qarang. Biz ikkita tarafdan ham ko'rishimiz kerak-da. Men hozir o'qituvchi sifatida ham emas, biznes tarafdan ham. Baribir xohlaysizmi, o'qituvchilik ham, o'quv markazida, xususiy maktablar bu biznes ustiga ham qurilganda, ta'lim berishdan tashqari. Ya'ni birinchi maqsad pul bo'lmasa ham, nechinchidir maqsadda bo'lish kerak. Ya'ni proses yurish uchun baribir moliyaviy taraf muhim. Endi konkurensiya juda yuqori. Bitta bola keldi, 1 oy o'qib ko'rsin, pul to'lasin, keyin aytamiz desangiz, bu marketingga minus. Ya'ni talab shunaqa bo'lib qoldi. O'quvchilarda ham, ota-onaning ham talab shunaqa bo'lib qoldi. Kelish kerak, u bola ularni tushunchasida. Bitta ko'rishimiz kerak-da, biz unga aytishimiz kerak. 6 oydan keyin men balni olasan, men sertifikatni olasan. Bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Men IELTS ham eshitganman-da. Ha deydi, falon kursda 2 oyda IELTS 7+ ekan. Marketing texnikasi. Vaholanki biz bilamiz-ku bu narsani iloji yo'qligini. Nafaqat IELTS, hech qaysi fanda iloji yo'q. Shuning uchun bolalarga ham mana bu maslahatim, ya'ni o'zidan individual birinchi o'rinda kelib chiqish kerak. Bir kunda necha soat vaqt ajrata olaman? Darajam qanaqa? Mana shu savollarga javob bersa o'zidan kelib chiqadi. Biz umumiy skript sifatida aytamiz. Kursimiz 0 dan kelsangiz 6 oy mobaynida bo'ladi deb. Lekin kimdadir 3 oyda bo'ladi. Kimdadir 1 yilda ham bo'lmaydi. Ya'ni kelgan bolaning hammasi, sizda bilmam, menda hammasi sertifikat olmaganda. Menimcha sizda ham shu bo'lsa kerak. Kelgan bolani 100 ta o'qitgan bo'lsangiz, 100alasi ham sertifikat olmagandir. Ya'ni har xil bo'ladi u. Har xil bo'ladi, bu tabiiy hol. To'g'ri, sizda kimdadir yuqoriroq. 100 ta boladan 80 tasi oldi, kimdadir 30 tasi oldi. Lekin bu yoqda faktor faqat o'qituvchi emas, faqat material emas, faqat o'qituvchining tajribasi emas, o'quvchining ham faktori bor-da bu yoqda. Talab etiladigan kriteriyalar. Ularda ham omili bor-da. Endigi mavzumiz tayyorgarlik davomida o'quvchilarda bo'ladigan eng katta xatolar yoki imtihon davomida bo'ladigan eng katta xatolarga to'xtalib o'tsak, bu nima uchun manfaatli bo'ladi? Tayyorgarlik ko'rayotgan o'quvchi imtihonda o'sha xatolardan o'zini saqlaydi. O'zi har qanday fanda eng katta xato o'sha, men o'ylayman, dars qoldirishda. Dars qoldirish eng katta, misol uchun eng u nima to'g'ri keladigan, mana shu narsa xato to'g'ri keladigan bu matematika. Matematikada bir-biriga mavzu zanjirday bog'liqda. Zina. Bitta dars qoldirdi, 0 dan o'qiyapti. Mana kasrdan o'qiyapti, to'g'rimi? Kasrdan o'qiyotgan, boshqa mavzuni o'tmagan u, to'g'rimi? Bitta mavzu qoldirdim, bo'ldi, u yoqni tortolmay qoladi-da. Shu eng katta xato. Mayli uyga vasa qilmasin, mayli qanaqa sharoit bo'lsin, lekin darsga qatnashish kerak. Dars qoldirish kerak. Muntazam qilib, 2 ta dars qoldirib, bo'ldi, tamom, u yoq uxlaydi matematika. Shunda eng katta xato shu deb o'ylayman. Islomxon aka, siz nima fikrdasiz? O'quvchilar uchrayotgan xatolar bo'yicha. Fikriga 100% qo'shilaman. Buni o'zimiz tajribada ko'rdik. Oxirgi 1,5 yilda masshtabli ravishda onlayn dars boshladik. Biz SAT bo'yicha tayyorlov. Asosan qismi o'qituvchilarda
700+ ustama uchun tayyorladik. Abituriyentlar bir taxminan 20-30%. Qolgan 60-70% faqat o'qituvchilardir. Biza o'zimiz yozib chiqdik. Ya'ni qaysi mavzularni o'tamiz, qancha muddatda, muddat hisoblaganimiz 2 oy chiqdi. O'qituvchilar uchun o'sha 0 dan deymiz, lekin o'qituvchining darajasi 0 emas. 0 dan 700+ ga chiqish uchun 2 oy vaqt yetarli. Qachonki shu darslarni qilsa, shuncha vaqt ajratsa. Aytganingizdek, har kun jonli dars qo'ydik. Gruppada 150 ta bola bor. Ya'ni pul to'lab qo'shilgan u gruppaga arzimas summa bilan qo'shilgan darsga 30 tasi kiradi. Jonli darsga 30 dars qoldiradi. 120 tasi kirmaydi. Endi tushunamiz. Hammada ham har xil oilaviy sharoit bo'lishi mumkin. Bir safar, 2 safar. Lekin bu kunasiga qarasangiz, bu kunasiga 30 ta boshqa 30 talik. Ya'ni muntazam kirgan odamlarning soni 20% dan tashkil qilmaydi. Onlayn kursda. Offlaynda to'g'ri, bu narsaning foizi yuqoriroq, chunki offlaynda nazorat kuchliroq. Ham bitta guruhingizda bo'lishi mumkin 15 tadan 20 tagacha student. Yarmi kelmay qoladigan holat bo'lmasa kerak menimcha. Bitta ikkitasi lekin bo'ladi. Onlaynda bu narsa juda yuqori. Va shuni hisobidan onlaynda natijalar past bo'ladi offlaynga nisbatan. Onlaynga har o'zi qanday fan tayyorlanishda. tayyorlanuvchilarning onlaynga bo'lgan munosabati, ya'ni offlaynga qaraganda pastroq, ya'ni sayozroq. Juda yomon. Yo'q, men har xilda, misol uchun kimgadir onlayn qilay. Mana shunday o'quvchilarim ustoz deydi, offlayn o'qimay deydi. Siz onlayn darslaringiz bor ekan, onlayn ko'ray deydi-da. Shunaqa u har xil bor. Bir xil aytadi, bir xil aytadi, menga umuman onlayn to'g'ri keladi. Men katta qismi jonli tursa, ustoz tursa oldinda men shunday tushunaman deydi. Ha, ko'rsam deydi. O'quvchilar bilan gaplashganman, onlayn bir necha marta harakat qilib ko'rdim, lekin onlayn o'qiy olmayman, ya'ni o'zimni mas'uliyat topa olmayman deydi. Ularga nima qilamiz? Offlayn darsdan taklif qilamiz. Yo, mana onlayn bo'lsa ham bunday bo'lishi kerak. Men o'ylayman, jonli bo'lishi kerak. Yo, o'ta tizimli video darsliklar to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak. Prosta tak shunaqa onlayn kurslar bilaman, to'g'risi. Men o'zim ham shunaqa qilib xatom bilaman-da. Prosta video tashab beradi-da. U yog'i qiziqmaydi, vazifa tekshirmaydi, boshqa narsa bo'lmaydi. U xato narsa deb o'ylayman. Onlayn qilsam, mayli narxni ko'tarsin, lekin jonli o'tsin, o'shanda natija bo'ladi. Natija bor, lekin offlaynga nisbatan solishtirganingizda foizi pastroq. Foizi past bo'ladi, foizi pastroq. Biza siz aytgan narsani qildik boshida, ya'ni jonli qildikda 3-4 ta patok, ya'ni bir to'plam tugatganimizdan keyin bolalarni bitirib, sertifikat olib bo'lgandan keyin xuddi siz aytgan taktikaga o'tishga harakat qildik. Ya'ni bizda dars o'tib bo'ldi-ku dedik. Nima qilamiz, ya'ni jonli bu narsani qaytadan o'tib. Rekord dars tashladik, zapis darsda. Va aytganingizdek sirasi tushib ketdi. Ya'ni o'zi biza onlayn o'tmaganmiz. Offlaynda natijasini qarab qilganmizda 100 ta bu yil o'quvchi tugatdi, misol uchun 60 tasi kirdi. 70 tasi kirdi. Onlaynda 100 ta topshirtirdik, o'qitdik, qarasak 30 ta bola topshirdi. Keyin zapis dars tashladik, boyaga 30 ta ham 2 taga kamaydi. Ya'ni 15 ta bo'lib qoldi. Shu o'rinda yana savol tug'iladi. Tayyorgarlikni, o'zi umuman istalgan imtihonga tayyorgarlikni umumiy 3 xil metodi bor. Birinchisi self study, ikkinchisi o'sha masofaviy, distansion deymiz, onlayn tayyorgarlik, uchinchisi offlayn rejimdagi tayyorgarlik. Xo'p, odamlarda noto'g'ri tushuncha bor. Faqat offlayn o'qisa, tayyorgarlik ko'rsa, o'zi istagan natijaga erishsa bo'ladi. Menimcha shunaqa emas. Nima deb o'ylaysiz, Islom aka? Tayyorgarlik uchala yo'nalishi bo'yicha definition berib o'ta olasizmi? Xo'p, endi har bittasi bo'yicha alohida to'xtalish kerak. Endi self study dedingiz, buni oxiriga qoldiramiz. Chunki bu juda aktualniy mavzulardan har kim har xil talqin qiladi-da, self study degan o'zi mustaqil tayyorgarlikda. Yana ikkitasi nima dedingiz? Onlayn tayyorgarlik, offlayn to'g'ridan-to'g'ri darsga kelib qatnash. Agar imkoniyat bo'lsa, bu yoshga ham bog'liq. Mana bizning yoshdagi odamlar onlayn kurs olsa ham bo'laveradi. Chunki bizga hech kim hech qanaqa kursni majburlab sota olmaydi. Shaxsan o'zimga Cambridge IB sertifikatlarimni onlayn olganman. Chunki offlayn imkoniyat yo'q, Britaniyaga borib kelishim kerak. Iloji yo'q. Bir oylik kurs 21 ta dars bo'ladi. U dars o'zim uchun kerakli uchun kirib ko'ryapman. Hech kim majburlamayapti. Chunki uni o'quv jarayonida foydalanaman. Va narxi qimmat. Bitta sertifikat narxi $450. Kim sizga 21 kunga $450 to'laysiz, kamiga darsga kirmaysiz. Ya'ni biz onlayn sotib olamiz, ya'ni biz majburmiz. Onlaynmi, offlaynmi bizga kerak. Ya'ni endi 16, 15, 17 yoshdagi abituriyent bolani 50% da maqsadi o'zi yo'q. Nimaga o'zi? Kimdir ota-onani qistovi bilan kelgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yoki kelishim kerak ekan deb kelgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bolalar bilan yetarlicha maqsadi yo'q. Shunaqa bolalar bilan hayron qolganman. 11-sinf bolalar topshiradigan universitetni bilmaydi. Lekin tayyorlanib yuribdi. Yo'q, u tayyorlanish emas-da, maqsad yo'q. Qatnash. Bugun qarasang matematikada yuradi, ertaga qarasang tarixda yuradi. Bu maqsad o'zi yo'q.
16-17 ga kirgan bolalar. Yo'q. Ularga onlayn bo'lmaydi. Ularga offlayn kerak. O'sha maqsad qo'yishga ota-onasiga ham bog'liqmi deyman-da, farzandlarda. Misol uchun Keling, shu ota-ona bo'yicha menda alohida savol bor edi, shu savolni sizdan so'rayman. Bitta keyingi savol beradi. Undan oldin sizni ham fikringiz bizga qiziq. Onlayn va offlayn tayyorgarlikni qaysi segmentga ko'proq tavsiya qilasiz? Ya'ni o'zi qaysi biri afzal? qarang, offlayn o'qib turib yana qo'shimcha onlayn o'qishni tavsiya qilaman. Offlayn o'qib qo'shimcha onlayn o'qish. Zo'r. Yaxshi javob bo'ldi. Zo'r. Bu men javobimni ham birlashtirib yubordi. Umumlashtirdi. Qo'shilaman. Zo'r. 100%. Endigi savolimiz, demak, ota-onalarning pozitsiyasi bolasini o'qishga tayyorlaganda qanaqa bo'lishi kerak? Mana siz bolalar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaysiz. Ota-ona qanaqa pozitsiyada bo'lsa, farzandlari yaxshi muvaffaqiyatga erishadi. Endi menda bitta shunaqa juda zo'r bir narsa bo'lgan. O'quvchini tayyorlaganman. 2 yil tayyorlaganman-da boyagi o'quvchini. Matematika, ingliz tili bo'yicha tayyorgarlik ko'rganda o'quvchi, endi ingliz tili bilan boshqa narsa bo'yicha, endi asosiy matematika bo'yicha tayyorgarlik ko'rgan. Bola zo'r, biton. Bunday qarayapmiz, biz anaviga narxozga topshirmoqchimiz. Otasi endi bilyapti matematika bilan ingliz tili tayyorgarlik ko'rayotganda, imtihonga 5 kun qolganda. 2 yildan keyin. 2 yildan keyin bilyapti. Qarang qanaqa e'tiborsiz. Lekin otasi nima ishlaydi? Ana advokatmi, shunaqa yuristmi? Xullas katta sudda ishlardi, sudda. Katta ishda sud murakkab. Endi sudda ishlagandan keyin bolasi o'zi otasi aytmagan ekanda bolasiga, nima ish qilasan, u hal qilib qo'ygan ekan otasi miyasida. Shunday kelyapti menga, bo'ldi bu yuristga topshiradi. Bolasi matematika o'qigan. Bolasi matematika o'qigan. Keyin aytayapti, shu joy turgan joyda aytdi. Bir ball olib chiqmaysanmi? Sen dedi, qancha pul bo'lsa ham o'zim kirgizaman dedi. Bir ball olib chiqmaysanmi, DTMga kirit dedi. Pul ko'p-da. Shunday bola endi men siz o'qimayman, bo'ldi deyapti. DTMga kiryapti-da, o'sha yili bitta qonun chiqdi. Huquqqa, yuridiskaga kirish uchun super kontrakt bo'lishi uchun 68 balldan oshish kerak. 25% danmi? U mana bu yil 56 balldan oshsa super kontrakt qila oladi. Agar 56 ball to'plolmasa, hozir o'sha giper super muper bo'lib ketardi o'sha payt. O'sha hozir ham bekor bo'lgan hozir o'sha narsa. O'sha shunaqa bo'lardi o'sha payt. O'sha chegarani 56 ga tushirishdi. Yo'q, o'sha hozir 56 edi, o'sha payt 72 degan qonun bir chiqdi-da, keyin qarayapti, shu vaziyat o'xshamayapti, 72 dan 56 ga tushirdi. Boyagi yetmayapti. Boyagi bola 66 ball to'plab chiqqanda. O'sha payt 72 edi. O'sha payti qonun chiqyapti endi. Boyagi bola 8 millionmi 9 million pul tayyorlab qo'yibdi otasi. Telefon qilib 8 million tayyor, o'ylama degan. Xullas bolasiga aytgan, o'ylama. Super kontraktga kirasan. Super muperga kirasan, kerak bo'lsa deyapti-da. Endi boyagi qonun o'zgardi, 72 dan 56 ga tushirdi. Boyagi super muperni super kontrakt. Atiga 300 millionmi nima qiladi? Atiga 300 million yurtisiga to'laydi, keyin 8 million taxlab qo'ygan-ku otasi. Shunday 500 milliondan shunday bevaydimi? Zo'r mashina olib berib qo'ydi bolasiga. Endi bu ham bitta pozitsiya. Endi bunisini biz tavsiya qilmaymiz. Uni tavsiya qildim dedi. To'g'ri tayyorlanib o'qishga, bilim olib kirishni tavsiya qilaman. Endi bu ham bitta pozitsiya. Shunaqa. Endi birinchi o'rinda o'zi men o'zimga ham keladi-da. Matematika o'rganishga, ingliz tili o'rganishga shu kelganda prosta ana so'ramayman, nima deydi? Qancha o'qigansan, o'zi qayerga topshirmoqchisan? Maqsad nima deyman? Keladi, hammasi o'sha maqsad bir xillar, maqsadi ham yo'q. Prosta uydagilar aytdi, bo'ldi deydi. Bu maqsad aniq qilish kerak edi, maqsad sari yo'lga chiqish kerak edi, o'shanga qarab turib. Bunaqa o'quvchilar bilan ishlash ham qiyin bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi, o'qimaydi ham keyin. Maqsadi aniq bo'lsa, o'qituvchiga ham oson, o'quvchiga ham oson. Ko'proq dars ham qiladi. Maqsadni birinchi o'rinda aniq qilish kerak. Tushunarli. Xo'p, Islomxon aka, sizga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bitta shunaqa kes pozitsiyasida. Menda ham shu Bekzodda aytgan yo'nalishiga yaqinroq variant bor. Sal boshqacharoq. Endi biz xalqaro universitetga tayyorlaganmiz. Shu paytgacha O'zbekistonda 7 ta bor tan olingan xalqaro universitet. Westminster, Turin, Inha, Singapur, yana bir ikkita institutlar bor edi. Общий hisobda 10 ta ham chiqmasdi. Bizda endi hamma biladi, matematika ingliz tilida tayyorlaydigan o'qituvchi deb keladi-da, ota-ona ham o'quvchi mayli, o'quvchida tushunsak bo'lardi. U paytda internet rivojlanmagan deyishingiz mumkin. Bolani o'zini shaxsiy fikri yaxshi rivojlanmagan, 40 ga 50 ga kirgan ota-ona keladi, qaysi biriga topshirsin deydi. Qaysi universitet desam, Turin yaxshimi, Inha yaxshimi, Westminster yaxshimi deydi. Mana bu savolni ber ota-ona, ya'ni
Bu savolni o'zi noto'g'ri. Kim aytaman? Voy, Westminster bu iqtisod yo'nalishi, o'zbek tilida aytganda, ekonomik yo'nalishi. Turin bu injinering yo'nalishi, mashina usta qo'pol qilib aytganda sizga, engineering, mechanical engineering bor, arxitektura bo'lishi mumkin. Inha umuman boshqa soha bu IT deyman. To'g'ri, hammasida kirish imtihonlari deyarli bir xil, kontrakt narxlari bir xil. Ota-onaga so'raydigan narsasi nima? Kontrakt necha pul deydi. Hammasi standart bir xil. 1 million 2 million farq qiladi. Kirish talabi qanaqa? Deyarli hammasi bir xil. 5,5-6 IELTS. Matematika ham deyarli bir xil bo'lishi kerak. Grant haqida emas, kontrakt haqida gaplashdik-da. So'raydi, qaysi bir maslahat berasiz? Bir yaxshi. Qaysi bir maslahat berasiz? Endi o'qituvchisiz-ku, bolalarga maslahat berasiz-ku deydi. O'quvchilarda bu o'rganib qolganmiz bu tabiiy savollarga va e'tibor bermaymiz. Ota-ona kelsa endi nima deb javob berish bilmayman-da. Voy to'xtang, mendan emas. Bu birinchi o'rinda farzand bilan gaplashish kerak. U yo'nalishi nima u? Qiziqishlarni o'rganish kerak. U texnikami, ITmi? Uchalasi ham zo'r soha. Ya deydi, ITishnik bo'lsam hozir rivojlanib ketyapti deydi. Balki uni qiziqishi ekonomikadir, iqtisoddadir. Balki uni qiziqishi injeneriyadadir. Men o'zimda ham o'qishim, bakalavrim Turinda bo'lgan, lekin o'zimning soham bo'yicha deyarli 6 oy ishlaganman. 6 oyga ham chiqmaydi. Nimaga? O'sha xato bizlardagi qiziqish bo'lmagan. Sohani tanlaganmiz. Ya'ni kirdik, ko'rdik, injineriya yo'nalishi men uchun emas ekan. Yoki qiziqishlar o'zgargan. Qiziqishlar o'zgargan bo'lishi mumkin. Endi u yoshda, shu 16-17 yoshda kirgan bo'lsak, balki qiziqishim bo'lmagan yoki qiziqishlarim o'zgargan. IT bo'yicha hamma IT ga chiqishni boshladi. 2015-yil trendga chiqdi. IT bo'yicha endi boshlagandi. IT parklar menimcha ochilmagandi ham u paytda. 2015-yillarda boshladi. Qimmat kompyuter oldik, kursdoshim bilan bordik. Universitet ichida o'sha u paytda respublikada ham kurslar yo'q edi. Bizga universitetda o'qituvchilar tekinga o'tuvdi. Boryapmiz, 3 kunmi bordimda? Yo'q dedim. Bu sizga emas. IT menga emas. O'sha kursdoshim mana 10 yil bo'ldi. IT sohada ancha yaxshi reputatsiyaga erishgan. Juda katta kompaniyalarda ishlaydi. Birga borganmiz. Noldan bir xil kompyuter olib, birga noldan boshlaganmiz-da. Ya'ni men hamma o'zini qiziqishlaridan kelib chiqib qilsa o'shanda muvaffaqiyatga erisha oladi. Ya'ni zo'rma-zo'r aka injeneringda o'qiganimda ham bo'lishi mumkindir, qanaqadagi darajaga erishdim. Hozirgidek erkin bo'la olmasdim. O'zim xohlaganda. Yoki ITda ham o'sha bola bilan birga shug'ullanganimda buni yarmi bo'larmiz, 10 dan biri bo'larmiz daraja jihatdan, lekin o'zim xohlab qiziqish bo'lmagan. Ya'ni ota-ona ham, o'quvchi ham birinchi o'rinda shu topshiradigan abituriyent, studentni qiziqishlaridan kelib chiqadi. O'shandan keyin universitet solishtirsa bo'ladi. So'rasizki mendan kelib turib, Turinda IT yo'nalishi bor ekan, fakulteti, o'shanga topshirsinmi bolam? Inhani ITsiga topshirsinmi? Unda men javob bera olaman. Turinga topshir yo Inhaga topshirdi. Yoki misol uchun Singapurskida boshqaruv menejmentlar bor, Westminsterda ham bor. O'sha menejment, o'sha marketing bor. Qaysiga topshiraydi desa, unda ayta olaman. Lekin umuman bir-biriga yaqin bo'lmagan 3 ta sohada keladi. Bu nafaqat farzandda, ota-ona o'zida ham maqsad yo'qda. Shu kirsa bo'ldi deydi, xalqaro institutga deydi. Tugatib chiqadi deydi va boshqa sohada ishlaydi. Yo'q, u bilan yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Demak, bu o'rinda xulosa qilamiz. Ota-onalardan so'rab qolardik. Qaysi universitet yaxshi yoki qaysini tavsiya qilasiz deyishdan oldin farzandingizni, demak, qiziqishlari, qaysi sohaga bo'lgan potensiali borligini o'rganib, o'sha sohaga individual harakat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Как ekspert fikrlarini eshitdingiz. Demak, keyingi uzviy savolimiz bo'ladi. Endi alohida beraman. Bezdagi muvaffaqiyatga erishgan milliy sertifikatini olib, muvaffaqiyatga erishgan talabalaringizni, demak, yo'nalish yo'li yoki tayyorgarlik yo'nalishi deymizmi? Как storytelling. Qarang, hali meni uncha ko'p tajribam yo'q. O'zi 5 yil bo'ldi. Endi o'zi universitet bitirish 4 yil-ku. Hali uncha zo'r natijaga erishgani. Nima, universitetga kirgan, endi xalqaro universitetga kirgan talaba ham yaxshi muvaffaqiyatga erishgan hisoblanadi desak, qanaqa prestijli universitetlarga, nufuzli universitetlarga kirgan o'quvchilar? Diplomatiyaga shu yil 20 ga yaqin o'quvchimiz kirgan. 20 ga. Diplomatiyani o'ziga, narxozga juda ko'p kirdi. Endi prosta kirishda endi u yog'i hayot o'zini yo'lida. U yog'i endi u yog'i ko'ramiz endi qanday bo'ladi. Sizdan umumiy javob oldik. Xususiy javob sizdan kutib qolamiz. Islomxon aka, birorta o'quvchingiz o'qishga kirib, muvaffaqiyatga erishgan yoki xalqaro nufuzi katta bo'lgan top universitetlarga kirib, hozirgi kunda yaxshi kasb egasi bo'lgan o'quvchilaringiz bormi?
Endi bizda ham Bekzoddan tajribamiz ko'p emas. Endi nisbatan ko'p bo'lishi mumkin, lekin 10 yil, 20 yil, 30 yillik bolalar o'zini karyerasi qurgan darajada emas hozircha. Lekin nisbatan bor. O'zbekistondagi xalqaro universitetlarda hammasida o'qiydigan studentlarim bor. Bu Singapurskiy bo'lishi mumkin, Inha bo'lishi mumkin, Turin, Westminster, yaqinda ochilgan, misol uchun, xususiy universitetlar ham xalqaro bo'lsa, ularda ham studentlar bor. Endi O'zbekistondagi universitetlarda orasida baribir o'sha Westminster, diplomatiya, narxoz, xohlis bilan birinchi o'rinda turadi. Top universitetlarda. Ularda bor. Endi xalqaro studentlardan ko'rsam, men bitta studentimga aytaman, natijasini o'zim juda qattiq hurmat qiladigan o'quvchim bo'lsa ham hurmat qilaman. Nimaga? Bola nafaqat akademik tarafdan, ya'ni ko'rsatkichlari o'sha til, fan sohasi bo'yicha, xulq atrori bo'yicha ham ko'pchilik o'rnak bo'ladigan bola. Ya'ni atrofdagilar bilan muhiti ham boshqacha. Ya'ni o'zini ustun hisoblamaydi. IELTS bundan 4 yil oldin adashmasam, 4 yil 3 yil oldin 8 edi, 10-sinf bolada. Hozir endi tabiiy hol bo'lib qoldi. Ham 9lar chiqdi, 8,5lar chiqdi. Bundan adashmasam 3 yil oldin birorta 9da o'zi yo'q edi. 10-sinf bola birinchi topshirishda 8 olgan. Bu yaxshi natija. Plus u ixtisos maktab o'quvchisi edi. Mirzo Ulug'bekda yoki Al-Xorazm Mirzo Ulug'bekda adashmasam, undan tashqari SAT ham 1510 mi, 1500 mi shunaqa edi. Lekin bola guruhdoshlari bilan juda ham ahil. Ya'ni o'zini atmosferasini yo'qotmagan. Shu bolaga bizda o'zbeklarda tushuncha bor, Amerika orzusi. Endi nafaqat o'zbeklar, butun dunyo bo'yicha Amerika orzusi degan tushuncha borda. Savol berganman, Amerikada qaysi universitet topshiryapsan desam, Amerika topshirmayapman degan. Hayron qolganman. Nimaga desam, Amerika qismas. O'zim soham bo'yicha Amerikada uncha men xohlaganim bor ekan, lekin unga kira olmas ekanman. Bu natijalarim bilan boshqa universitetga kirar ekanman dedi. Mana bu javob men o'zimni shaxsan shokka tushirdi. O'zimiz ham Amerika orzusi degan narsa bilan o'qiganmiz, ma'lum bir muddat yashaganmiz. Undan mana ko'pchilik shu. Bunaqa natijalarga ko'rsatgan odam 2023-22-yillarda IELTS 8, SAT 1500 dan baland juda kam edi va Amerikaga ularda ketish shansi ham bor. U aytayapti, bu natijalar bilan Amerikadagi oddiyroq universitetga kirganimdan ko'ra, boshqa davlatdagi o'zimning sohamdagi top universitetga kiraman. Men 4 yil o'qisam bo'ldi, deyapti. Va tanlagan universiteti Koreyadagi KST universiteti. KST universitetini agar kimgadir qiziq bo'lsa, reytingini ko'rsa bo'ladi. Osiyoda ham reytingi, o'sha information technology bo'yicha ham reytingini ko'rsa bo'ladi. Amerikada universitetlardan qolishmaydi. Bola 100% grant bilan o'qidi. Uni radnoy deymiz, tug'ishgan ukasi, u ham KSTga kirdi. Natija shunaqa. Ya'ni potensiali bo'lmagan o'quvchilarda bo'ladigan Amerika orzusi kasalligi bu bolada unaqa balandparvoz tushuncha yo'q. Potensial bo'lishiga qaramasdan. Bu juda ham yaxshi kamtar bola ekan. Xo'p, endigi suhbatimizning yakunida oxiriga yaqinlashib qoldik. Islomxon aka, SAT sertifikatini 3 yoki 5 yildan keyingi aktualligi qanaqa bo'ladi? Yana ham rivojlanadimi soha sifatida yoki aktualligi ancha tushib qoladimi? Xuddi shu savol milliy sertifikatniki. Islomxon aka javob berishsiz. Xo'p, birinchi SATni o'zini ikkita qismga bo'laylik. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekistonda ikkita soha vakillari uchun SAT kerak. Birinchi o'qituvchilar faqat 50% ustama uchun, ikkinchisi abituriyentlar uchun. Mayli, 1200 lik qarorda hozircha hisobga olmay turamiz. Hozirgi kunda o'sha Westminster, Turin, yana ba'zi bir universitetlarga qabul qilish va keyinchalik 1200 dan baland degan DTMda o'rnini bosish. Birinchi qismiga, ya'ni birinchi auditoriyamiz davlat maktablarida ishlaydigan matematika fan o'qituvchilariga ustama berish muddati, meni fikrimcha, uzog'i 3 yildan 5 yilgacha qoldi. Ya'ni bundan ko'p bo'lmaydi. Ya'ni birorta davlatda biz ko'rmaymizki, abituriyentdan talab qilinadigan sertifikatni olsangiz o'qituvchi bo'lib, sizga ustama berishiga. Bu mantiqan o'zi meni fikrimcha noto'g'ri. Ya'ni o'qituvchilar uchun aktualligini yo'qotishi mumkin, siz fikringizcha. Ya'ni bu o'zi ustama berilish o'zi noto'g'ri. Endi nima maqsadda berilyapti desa, o'qituvchiga o'zi ustama yoki qo'shimcha pul, mukofot nima uchun berilishi kerak? O'qituvchiligi bo'yicha teaching, ya'ni dars berishi, o'rgatishi, o'quvchilarning yutuqlari, o'zidagi shaxsiy yutuqlardan bo'lishi kerak. Ularga alohida boshqa sertifikat bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda SAT ga berilayotgan yoki GMAT, GRE dan topshirganlarga berilyapti. Buni yagona sababi deb o'ylayman, bu O'zbekistondagi ta'lim sifatini ko'tarishga hissa qiladi. Ya'ni
bizni faqatgina 14 ta prezident maktabi yoki 200 ta iqtisod maktabi bilan ta'lim tizimini ko'tara olmaymiz. Bizni o'rta ta'limda ham ko'tarishimiz kerak. 10 mingta maktabda ham. Uni ko'tarish uchun bolalarni ko'tarish kerak saviyasini, o'sha top universitetga kirish. Boyaga aytgan milliy dasturim ham shularning bittasi. Ikkinchisi mana bu ustama berishlar, o'qituvchilarga GMAT bo'lsin, JARE bo'lsin, til sertifikatlar bo'lsin, bularda ham sababi shu. Ya'ni o'qituvchilarni top universitetga kiritish uchun ularni tayyorlaydigan, o'qitadigan pedagoglar yetkazishimiz kerak. Ularni yetkazishga bitta motivatsiya xohlaymizmi, moliyaviy tarafga taqaladi. Bundan eng oson yo'llardan bittasi o'sha GMAT, JARE, SAT sertifikatlari bo'ldi. Bu vaqtinchalik. O'qituvchilarning kvalifikatsiyasini oshirib olguncha. Ya'ni qaysidir miqdorga, qaysidir nuqtaga, soniga yetib olganimizdan keyin respublika 10 mingta maktab bo'lsa, o'shani qaysidir miqdorga yetganimizdan keyin bu narsani to'xtatadi. Ya'ni mana tasavvur qiling, 2020-yilda birinchi SAT'ni topshirganman, ustama degan narsa bo'lmagan. U daraga ham bo'lmagan u payti. Bakalavr tugatib bo'lgandim. Nima maqsadda topshirganman desa, o'zim haqiqiy sababi mana yosh bo'yicha hisoblasangiz 2020-yil SAT topshirganman desam, bunday qaraydi, yoshi kattaroq, bu institut tugatgan bo'lgan, tabiiy holda tugatganman. Ustamadan darak yo'q edi. 1-2 yil bo'ldi chiqqaniga nimaga topshirganman desa, aynan o'quvchilar uchun topshirganman. Professional faoliyat uchun kerak bo'lgan. Faoliyat uchun. Bolalarda ham shunaqa tushuncha bo'lgan, keladi, 50 ta 60 ta o'quvchim bor, Westminsterga tayyorlayman, bozor yaxshi, hammasi joyida. Orada 10 tadan bitta student keladi, SAT tayyorlamoqchiman. Bilaman SATga tayyorlansam, natijasi necha? SAT bazi necha? Topshirmaganman. To'g'ri savol va berilishi kerak bo'lgan savol deb o'ylayman. Yo'q, to'g'ri. Lekin biz 2015-yilda bakalavrga kirgan bo'lsak, biz SAT nimaligini bilmasdik 2015. Shaxsan men bilmaganman. 2017 mi bilganman-da nimaligini. Kirib kelishim 2019 bo'lgan. Keyin qaradim, bola so'rayapti, o'zingiz necha natija olgansiz? U natija olgan o'qituvchi Toshkent bo'yicha 5 ta ham bo'lmagan. O'sha payt. Hozir ko'paygan bo'lishi mumkin, lekin o'sha paytda birinchidan tayyorlanadigan abituriyentni o'zi yo'q edi. Ikkinchidan tayyorlaydigan o'qituvchining o'zi ham yo'q edi. Ularga prinsipalni qilib, ya'ni bitta topshiriq bor, o'quvchi so'rasa, mana deb ko'rsataman. Hech qanaqa ustamaga motivatsiya bo'lmagan, u narsani o'zi bo'lmagan. Yoki qanaqadir yutuq beradi, SAT bu darajada rivojlanib ketadi emas. Shunchaki topshirganman va 6-7 yildan beri shundan foydalanib kelyapman. Hozirgi topshirganlar nima? Motivi. Ustama. Bu birinchi etap. Ustama olishni boshladi kimdir 1 yildan beri. Qo'shimchasiga kurs ochdi bizga o'xshab. Onlayn bo'lishi mumkin, offlayn. 10 ta bolaga dars o'tdi, 50 ta bolaga dars o'tdi. Milliy sertifikatdan tashqari, unga qo'shimcha ravishda ham. Nechta tanishlarimni bilaman, milliy sertifikatga ham parallel tayyorlab, SATga o'tish boshlagan. Hech bo'lmasa birinchi etapda o'zi olib qo'yib, maktabni ustama olish boshlagan. Ya'ni tayyorlab, materiallar tayyorlab turib, keyinroq o'taman degan. Ya'ni biz o'qituvchilar bazasini shakllantirib olsak, xalqaro standart bo'yicha hech bo'lmasa qanaqadir foizda tushunchasi ega bor bo'lgan pedagoglarni shakllantirib olsak, undan keyin ustama bekor qilinadi. Bekor qilinishi kerak. Ya'ni siz o'qituvchimisiz, sizga SAT sertifikati kerakmi? Ustama uchun emas. Nima uchun kerak? Bolalaringizni tayyorlanishingiz uchun. O'zingiz uchun bemalol topshiring. O'qituvchilikka, teaching bo'yicha kerakmi sizga? Cambridge sertifikatini topshiring. Mana bizda maktabda hech kim majburlamagan. Mana bu sertifikatlar o'qidim. Mashlarni olsang, ustama bor degan. Biz o'zimiz olganmiz. Maktab hech qanaqa yordam bermagan, pul to'lab bermagan, qo'shimcha vaqt ajratib bermagan, o'zimiz kanikulda qilganmiz. Ya'ni bizga yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Bu masshtabni ravishda qilishning imkoni yo'q-da bu narsani. Shuning uchun qo'pol qilib aytganda SAT'ning fonida yoki GMAT'ning fonida, JARE'ning fonida bu o'qituvchilarga motivatsiya berib, sal bazasini ko'tarib olmoqchi sonini. O'zbekiston bo'yicha 1000 taga, 2000 taga, 10 ming taga yetgandan keyin bu narsa to'xtaydi. Qanchadir songa yetgandan keyin bu narsa to'xtaydi. Undan keyingilar qachonki siz topshirasizki, sizda o'zingizga kerak bo'lsa, ya'ni o'quvchilar uchun yangi test. Mana milliy sertifikatni boshida aytdingiz, 5 marta topshirganman dedingiz. Sabab nima? Siz bir martasi bilan kirgansiz. Navrot rivojlantirib ketaverish uchun. Yashang, o'qituvchiligingiz uchun. Qani yangi narsa tushdimi, yo'qmi? Shaxsan o'zim 3 marta ham 4 marta topshirganman-da. O'zi birinchisi ham kerak bo'lmagan-da menga. Birinchisi o'zi ham kerak bo'lmagan. Kamiga 790 ball bo'lgan birinchisida ham. Men uni 6 yildan beri ko'rsatib yuraversam bo'ladi, hammaga reklama qilib. Kerak emas o'zim 800 qilishim. Nima sabab bo'lgan? Qani imtihon atmosferasi nima bo'libdi ekan? O'zgarish bo'libdimi ekan? Bolalarga nima deb maslahat beray? Yonidagidan ko'chirsa bo'ladimi? Shunaqa savollar keladi. Imtihonga nima olib boray? Mana bu savol ishlamay qoldi. Men shu narsalar uchun topshirganman. Va bunaqa sizga o'xshab topshirish, bizga o'xshab topshirish bu to'g'ri.
Faqat motiv bitta ustama yoki nimadir uchun. Chunki siz ertaga ustama bo'lmasa ham boya 20% olib tashlasa ham siz yana topshiraverasiz. Yana topshiraman. Ya'ni ustama menga qiziq emas. Ya'ni bolalarda atmosferani agar o'qituvchi bo'ladigan bo'lsam, his qildirish uchun imtihon jarayonidagi yangiliklar, noqulayliklarni bilish uchun o'zim o'quvchi sifatida topshirish uchun topshiraman. Bilish uchun. Tushunarli. Xo'p, endigi savolimiz xuddi shu savol Behzod aka sizga bo'ladi. Milliy sertifikat 3-5 yildan keyin qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Aktualligi yo'qoladimi yoki yana ham rivojlanib boradimi? Ha, 3 yil 5 yil emas, где-то bir yana 20 yil, o'sha 30 yil davomida u aktualligini yo'qotmaydi milliy sertifikat. O'zi davlat chiqargan uni ancha-muncha foyda ham qilyapti-da. To'g'risi, men 1 yilda 4 marta topshiradi. Misol uchun matematika o'qigan odam 4 marta ham topshirib ko'radi-da. Ya'ni yaxshi tizim o'ylab topilgan. Yaxshi, zo'r tizim, dahshat tizim. C daraja chiqsa, misol uchun oktyabrda, dekabrda yana topshiradi, yana 500 ming. Fevralga borib yana topshiradi, yana 500 ming. Davlat oldin o'sha uchun pul olmaganda, misol uchun 189 ming bo'lgan. 180 ming bo'lgan. Ana DTMda o'ziga kirib chiqish. Bu ham yiqilgan abituriyentlar uchun. Ana uchun maktab bitirganlar uchun bo'lmagan hech qanaqa. Bizning vaqtimizda hech kimga yo'q edi. Ya'ni 5 yildan keyin topshirganlarga ham yo'q edi. Yo'q, pul yo'q. Umuman pul yo'q edi. Hech qanaqa to'lov yo'q edi. Ya'ni bir necha marta topshirsangiz ham pul yo'q edi. Hozirgi kunda pul to'laydimi? Hozirgi kunda mana bilimni baholash agentligi ancha-muncha foyda ko'ryapti-da. O'sha bilimni baholash agentligi ham o'shani tuzadi. Nima DTMda bor-ku, o'sha imtihonini tuzadi. Milliy sertifikatni ham o'shalar tuzadi hammasi. Tushunarli. Bir xil qiladi. Bu sinmaydi. Rivojlanadi, aktualligi oshadi, lekin rivojlansa bitta rivojlanadigan qoldi, bu huquq qoldi. Huquqdan bitta sertifikat hozir yo'q. Endi u qiyin masala. Yo'q, qiyin emas, menimcha tuzib chiqyapti uni. Chunki hamma fan bo'yicha bo'lgandan keyin nima uchun huquqdan bo'lmasligi kerak? Tushunarli. Xo'p, suhbatimiz yakuni ko'rinishida bizada SAT bo'yicha professional tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lgan talabalar uchun yoki maktabda o'rgatish tizimi ko'rinishida metodikadan foydalanmoqchi bo'lgan o'qituvchilar uchun mo'ljallangan kitobimiz bor. Mazkur kitob haqida Islom aka o'zingiz batafsil ma'lumot berib o'tsangiz degandik. Xo'p, bu kitobimizga keladigan bo'lsak, endi bu birinchi kitob bo'yicha birinchi proyektimiz hisoblanadi. Hozirgi kunda o'zbek avtorlari tomonidan SAT ga tayyorlanish bo'yicha, matematika qismidan faqat tayyorlanish bo'yicha menimcha birinchilardan bo'lib turib, qo'llanma sifatida kitob chiqazdik. Bu 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Hozircha faqat tayyor qismi bu birinchisi. Avtorlar haqida ham ma'lumot bor. 2 ta avtorlikda bu salkam 6 oydan ziyod 1 yilga yaqin vaqt oldi bu narsani tayyorlashga. Bu kitobni kimlarga tavsiya qila olamiz? Buni birinchi o'rinda o'zi mustaqil tayyorlanmoqchi bo'lganlarga, ya'ni noldan boshlanib mustaqil tayyorlanib va qisqa muddatda emas, 2-3 oyda SAT topshiradiganlar uchun emas. 6 oy, 8 oy. Ya'ni kichikroq sinflarga tavsiya qilamiz. Hamda o'qituvchilar o'zi rezultat ko'rsatgan, SAT haqida ma'lumoti bor o'qituvchilar abituriyentga tayyorlash yoki maktabda darslik sifatida foydalanishga tavsiya qilsak bo'ladi. Va bu kitobda 3 ta qismida deganimga ham sabab, umumiy hisobda bu programma kamida 8 oy, 9 oyga mo'ljallangan bo'ladi. Fikrimiz boshida ikkalamiz ham aytdik. Misol uchun tayyorlanishga qancha muddat kerak? Tayyorlanishga milliy sertifikatga 2 yil tayyorlangan o'quvchim bor dedingiz. Bizda ham xuddi shunday. Hamma fanda shu. Ya'ni IELTS'da 6 oyda olib bo'lmagandaqa, SAT'da ham shu, boshqa fanda ham shu-da. Ya'ni bizni shoshilib 11-sinflar uchun emas, mustaqil, sekin tayyorlanuvchilar uchun bo'ldi. Bu kitobimizni Begzodga hadya qilamiz va buni ko'raylik. Yana bitta iltimos qilamiz. Fikrlaringiz bo'lsa, mutaxassis sifatida fikrlaringiz bo'lsa kutib qolamiz. Bizga xato kamchiliklar uchun fikrlar, yaxshi, yomon har qanday fikrlarni kutib qolamiz. Bu keyingi nashrlarga hamda o'quvchilarga, kitob oluvchilarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Kamchiliklar bo'lishi tabiiy, birinchisi bo'lgani uchun o'shanga fikrlaringizni kutib qolamiz. Bo'ldi. Fikrlar bu hali menimcha jana bo'lmasa, bu ikkinchi, uchinchi qismlari ham chiqadi. Ikkinchi, uchinchi qismlari ham bu birinchi qismini shu aytganimdek 2 oy, 3 oy qolganda topshiruvchilar uchun emas. Bu 0 dan o'sha 8-sinf, 7-sinf bolalari tayyorlanishi. Mana QR kodi bor ekan, nimasi bu? Bu biza javoblarni отдельно PDF ko'rinishida Telegram orqali joylashtirganmiz. Ya'ni javoblarni Telegram orqali oladi. Kitobda misollarning javoblari. Bitta zo'r ana bermoqchiman, nima deydi? Feedback, nimadir deydi, maslahatmi deydi. Mana shu QR kodiga mana yechimlarni mana qanday yechilishi, shunaqa narsalarni qo'shib ketsa, menimcha
Bu kitob shunday sotib oladida, bo'ldi, boshqa offlayn kursga ham bormaydi keyin. Zo'r. Misol uchun. Bu fikrni o'ylab ko'ramiz. Yaxshi Misol tushunishayapti. uchun o'zingizni misol uchun keyin bir kitobni qimmatroq sotsangiz ham bo'ladi, boshqa narsa qilsangiz ham bo'ladi. O'zingiz tushuntirib bersangiz, mana misol uchun mana birinchi savolni, ikkinchi savol, uchinchi savol hammasini o'zi bitta video qilib o'shani tashlab bersangiz, keyin buni sotib olmaydi ham. Qo'shimcha boshqa Qo'shimcha offlayn kurs shart kursga emas. bormaydi, o'zi bilan shug'ullanib ketaversa bo'ladi zo'r. ekan. Bu fikrni inobatga olamiz. Qolganlardan ham shunaqa fikrlar kutib qolamiz. Xudosi kitob haqida. Xo'p, shu o'rinda SET Club podkastini birinchi sonini yakunlaymiz. Xo'p, Islomxon aka, Behzod aka tashrifinglar uchun minnatdormiz, rahmat etamiz fikrlar uchun. Bugungi mavzular juda ham aktual va SET o'rganuvchilar uchun juda ham manfaatli bo'ldi deb umid qilamiz. Xo'p, bizni kuzatib turgan odamlardan, kuzatuvchilardan, abituriyentlar, o'qituvchilardan so'rab qolgan bo'lardik. Kommentariyda keyingi SET Club podkastining sonlarida ayni qaysi mutaxassis bilan davom ettirishimizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim va o'sha insonni mehmon sifatida bu podkastimizga taklif qilishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga. Islomxon aka, Rahmat Behzod aka, sizga. sog' bo'ling.